Fan mutaxassislari ko'rsatuvimiz davom etadi. Hozirgi kunda gibrid ta'lim ko'rinishida faoliyat olib boryapmiz. Offline o'zimizning o'quv markazi bor, u yerda dars beraman. Undan tashqari onlayn kurslarimiz ham bor. Har bitta ustozning metodikasi undan oldingi ustozlarga bog'liq bo'ladi. Qarang, mana shunaqa insonlarni auditoriyasi natijasida shuncha odamga ilm yetib borish natijasida shuncha odam bilan uchrashyapti va shuncha odam ilm yetkazishyapti. Prezident ham buni e'tirof etdilar. Endi siz ustozsizda, bozorni analiz qilish degan narsani siz yaxshi tushunasiz. O'zingizni sohangizda bo'ladigan bo'lsa, sizni metodlaringizdan, o'zingizni hozirgi ekspertligingizdan kelib chiqib, boshqalardan ajratib turadigan narsa nima degan narsani topish kerak. Hozir shunda o'quv markazlari ko'payib ketishi natijasida, onlayn ta'lim ko'payib ketishi natijasida o'quv markazlarida o'quvchilar soni kamaydi. Chunki endi nima qilish kerak o'quv markazlari? Hozir mana ustozlar ko'p va ularning bilimlari ham zo'r. Birinchi ustozni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi-da. Keyin shu ustozni tanladingizmi, oxirigacha o'sha ustozga ixlos qilib, natijasini olgunizcha harakat qiling. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ta'lim telekanalining YouTube kanaliga xush kelibsiz. Fan mutaxassislari ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugun bizda navbatdagi sonimiz, bu sonimizning mehmoni IELTS xalqaro imtihoni mutaxassisi va ingliz tili ustozi Mirjalol bo'ladilar. Assalomu alaykum Mirjalol. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Otabek aka. Xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Bizi fan mutaxassislar ko'rsatuvimiz doirasida ushbu fanga doir turli xil masalalarni ko'tarib ustida ishlaymiz, suhbatlashamiz va sizni chaqirishimizdan maqsad IELTS. Hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri, ko'p yoshlar qiziqadi va bu imtihon topshirishga, ungacha bo'lgan jarayon ingliz tili, general English o'rganish etaplari, shu masalalarni bugun bir siz bilan ko'rib chiqamiz degan umiddamiz Mirjalol. Vaqt topib kelganingiz uchun rahmat. Boshlanishiga sizni taniydiganlar bor, tanimaydiganlar bor. Qisqacha ma'lumot berishdan boshlasak. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Taklif uchun rahmat yana bir bor Otabek aka. Men Mirjalol Soatov, 5 yilga yaqin bo'lib qoldi dars berib kelayotganimga. IELTS dan overall 8 va 600 dan oshiq o'quvchilarni demak ustozi bo'laman. Hozirgi kunda gibrid ta'lim ko'rinishida faoliyat olib boryapmiz. Offline o'zimizning o'quv markazi bor, u yerda dars beraman. Undan tashqari onlayn kurslarimiz ham bor. Yaqinda YouTube bo'yicha faoliyatimizni ham boshladik. Unda nafaqat ingliz tili, balkim umumiy aktual mavzularni ham olib chiqdik. Qisqacha faoliyatimiz haqida shu. Zo'r. 600 dan oshiq o'quvchilarimiz bor deganingizda, 600 dan o'qitganman degan ma'noda. O'qitgansiz, to'g'ri. Nechinchi yil shunda boshlagansiz faoliyatingizni? Maktab bitirgan paytlarimda boshlaganman. Nechinchi yil bo'ladi? 2021-yildan boshlaganman. Demak, shu 5 yildan beri shu sohaga chidasiz va o'zi nima uchun aynan shu yo'nalishni tanlagansiz? Qarang, ko'pchilik o'zi unaqa deydi, misol uchun mana teaching, mana anaqam juda bir yoqadi, boshqa deb yo'q. Ba'zida siz majburiyatdan tanlashingiz mumkin bo'lib qoladi, chunki boshqa yo'lingiz yo'q bo'ladi. Men esimda 11-sinfda maktabda o'qib yurgan paytlarimda birinchi o'sha matematikaga qo'shimcha fanga borardim, keyin IELTS ga borish kerak bo'lardi, lekin men o'sha ikkala nimani to'lash uchun uyda mablag' yetarli bo'lmasdi agar o'zim ishlamasam. Uyda 4-5 ta bolani yig'ib olib, mahallada dars berish boshlagan. Bu paytda hali IELTS ham yo'q, ingliz tilini sal-pal bilaman, shulardan ko'ra yaxshiroq va dars berish boshlaganman. Qarorman menga pul kelyapti va men eplayapman. To'g'ri, birdaniga hech qachon zo'r bo'lmaydi, lekin jarayonda shuni qilar ekanman. Bu narsa meni backup planim bo'lgan. To'g'ri, doim meni nima qilib turgan, anaqa inglizda aytadi, pocket money deb, mana shunaqa bo'lganda, meni cho'ntak pulim bo'lgan. Keyin shunaqasi. O'sha vaqtda sizdan necha pulga o'qitganligingiz? Esimda. Boshida 150 ming, 200 mingdan o'qitgan bo'lsam kerak. Meni ham esimda 2015 mi, 16 mi, 17 mi yilda litseyga yangi kirgan vaqtimda qiziq bo'lgan. Adamlarning o'rtoqlari shunda yo'limizdan bu yoq betadik 32-maktab bo'lardi, hozir nom o'zgarib ketgan. O'sha maktabda direktor edilar va ingliz tilini bilardim. Ingliz tilini o'qitsam bo'ladimi deb adamlardan so'raganda, o'rtoqlardan so'rab bergan edilar va o'sha yerda bitta xona ajratib berishgan. Va o'quvchilarim bo'lgan, kichkina boshlang'ich o'quvchilar, 3000 dan dars o'tardim va juda ajoyib bo'lgan o'sha vaqtlar. Menga sohalarda kirib kelishimda juda zo'r foyda bergandi va o'sha narsani mana hozir siz aytib bergan vaqtingizni o'zim ham esladim. Men tashqari uyda ham mahalladagi bolalarni olib chiqib o'qitardim-da. Bravo degan kitob bo'lardi, o'zimiz o'qigan kitoblardan. Boshqacha bo'lardi. O'sha narsalarni aytib berganingizni tasavvur qilib oldim. Shunaqa bo'lib boshlanganda Otabek aka, ya'ni birinchi o'zingiz ham bilmaysiz qanaqa nima qilayotganingizni,
Lekin keyinchalik yosh o'tgani sari ma'lum bir etap bo'ladi. Mana misol uchun o'sha qaysidir sohani ishlayotgan paytingizda pul topa boshlaysiz va o'sha pul aytaylik siz o'ylagandan ham ko'ra ko'proq bo'lib ketadi-da. Keyin siz to'xtab turib o'ylab qolasiz. To есть o'zi buni men nima qilyapman degan savol tug'iladi. Ana undan keyin o'zingiz savol javob qilasiz. Va men o'zimni aynan tariximga kirib qaraydigan bo'lsam, misol uchun adam ustoz bo'lganlar, ona avlodni onalari, buvim, dodamgilar u yoqdan ustoz bo'lishgan. Mani qonimda ustozlik bor bo'lgan ekanda, pedagoglik. Ya'ni shunchaki anaqa ingliz tilini bilganim uchun dars o'tib ketmaganman. Va bu narsani keyin professionalroq qilish uchun men professionalroq ustozlarning shogirdi bo'lganman. Va jarayonda men Barnopamda o'zim o'qigansiz, Barnom ukamda shogirdlar bo'lib yurgan paytimizda ularning assistentlari bo'lganman ma'lum bir muddat. Ana undan keyin o'zlari meni ishga taklif qilganlar. Bu ham juda bir qiziq bo'lgan. Agar qiziq bo'lsa bularga aytishimiz mumkin. Qanaqa bo'lgan? Mana shu case sifatida ko'rishim mumkin-da, Otabekki. Men IELTS topshirib chiqqanimda, birinchi o'sha 6 olganimda universitetga kirib olganman-da, lekin 6 baribir ham yetarli bo'lmagan. Keyin tayyorgarlik ko'rib yurganman o'sha paytda Barnopam bilan. Va ular bilan tayyorgarlik ko'rayotgan paytimizda topshirganimda 7 bo'lgan. Topshirishimgacha bo'lgan jarayonda bilasizmi, ozgina bir fahm farosat bo'lganligi, ozgina muammolarga yechim berishga harakat qilganim uchun Barnopam e'tiborlariga tushib, shogirdlari bo'lganman. Nima bo'lardi? Ularning Telegram kanallari bo'lardi. Hammadan oldin birinchi yo'l ochganlar. O'sha paytda Soldiers Academy degan o'sha IELTS Soldiers deb nima qilingan, akademiya emas, IELTS Soldiers deb to'ppa-to'g'ri. O'shanda men bunaqa qilib ko'rsak bo'ladi, Barnopam bunaqa qilsak bo'ladi deb turib, men har xil ideyalar berardim. Ya'ni Telegram kanalga yana nimadir qilish uchun. Ko'rganlar menda qanaqadir potensial borligini, keyin siz bilan keyin ishlaylik deganlar, garchi mana o'sha paytda IELTSim 7 bo'lsa ham. Chunki o'z bilasiz, Barnopamda 8,5lik bolalar bor-da. Ularga emas, menga tavsiya berayotganlari nimadir orqa tarafda nimadir bor-da. O'shani hozir o'ylayman. Nimaga unaqa bo'lgan desam, shu ozgina muammolarga yechim berishga harakat qilganim bo'lgan. Keyin ishni boshlaganmiz. Shu bilan dars berib yurarkanman. Yana bitta etap bo'lgan, shu meni anaqamda teachingni yana ham yaxshi ko'rib qolishim uchun o'sha offline dars berib yurardik. Birinchi boshlagan paytlarimda gruppalar kam bo'ladi, bolalar kam bo'ladi. Menda pre-IELTS degan gruppa bo'lardi. Pre-IELTS degan gruppada odatan yoshlar bo'lardi. Lekin bir kuni shunaqa bo'lgan, Barnopam aytganlar, sizga odam yuboryapman, qabul qilib nima qilarsiz deganlar. 2 kishi kelishgan, yoshlari katta. Keyin yoshlari katta bo'lgandan keyin darsda o'tirganda siz kimsiz degan ma'noda savol so'raysiz. Kim bo'lsa haqingizga kelsa ham birinchi o'zini tanishtirish kerak. So'ragan paytingizda javob beradi. Berayotgan paytda o'ta chuqur kirmaganman, o'zi siz kimsiz nimasiz degan javob aytishgan, shu biz o'qishimiz uchun kerak, anaqa uchun, nima desa ekan, doktorlik uchun kerak deyishgan, ma'noda gapirishgan, bo'ldi. U yoqqa chuqur kirishmagan, o'zi men kimman, nima degan joylar. Dars o'tirganman. Oradan 3 ta dars o'tgan, Otabekka darslar yaxshi bo'lgan, uchalasidan ham kelishgan. Keyin 3-darsdan keyinmi, o'sha 4-darsdanmi keyin Barnopam menga yozib o'tdilar. Mirjalol, anu odam kelgan odam bilasizmi kimlar dedilar? Kelyaptilarmi o'zi dedilar. Dada kelyaptilar dedim. Молодец, zo'r. Ular meni ustozim bo'lganlar, dedilar. Qanaqa ustozimsiz? Barnopam commercialni o'qiganlar magistraturada. Bu odam istamaka o'sha paytda yordam berganlar. O'sha odam ismlarini aytib qo'ydim, balki bu joyni kesib tasharmiz. Demak, u odam bosh prokuraturada prokurorlarni tayyorlaydigan professor odam ekanlar-da. Ularga prosta til kerak. O'ta kuchli pedagog o'zlari ham o'sha prokurorlarni tayyorlaydigan kuchli odam. Ya'ni bitta yondiklari ularning shogirdlari, ular ham katta yoshli odamlar bo'lishgan. Ularga men dars berish jarayonimda meni pozitiv qilganlar, bu masalada Barnopamga yetganlar, tushunasizmi? Bu narsa menga yana yashil chiroqni ochgan. To есть Barnopam boshida ishonganlari, shunchaki men muammolarni solv qilib beradigan bo'la emas, balkim yaxshi pedagog sifatida ham ko'rishga sababchi bo'lgan. Keyin bu yog'iga ruschasiga yetganda полностью menga nimalar ochilgan, yo'llar ochilgan. Hammaga reklama qiladilar, boshqa. Shu bilan o'quvchilaringiz ham shunga qarab ko'payaveradi, natijalar ham shunga qarab yaxshi chiqaveradi. Birinchi boshlang'ich joylarda ozgina harakat qilib o'tsa. Hozir mana qarang, shunda 2021-yil boshlagansiz, to'g'rimi? Mana 11-sinf bitirib, birinchi kursga boshlagan paytimda, yanvar oyida birinchi kurs o'qiyotgan paytimda 7 ni olganman-da, keyin ishchi boshlaganmiz bahordan boshlab, Barnopam bilan. Lekin ungacha men o'sha dars berardim, boshqa joylarda dars berardingiz. Siz o'qishga kirgansiz, qaysi o'qishga shunda? Westminsterga kirgan paytimda. Hozir Westminsterda hali ham o'qiyapmiz. Bu yil bitirishimiz kerak, xudo xolisa. Zo'r. Endi mana ustozlik ko'zlariga tushib, yaxshi darslar berish boshladingiz. Endi hozirgi kundagi holat qanday? Nimalar qilyapsiz hozirgi kunda? Nimalar bilan bandsiz? Hozirgi kunda universitetni bitirish arafasidamiz. Mana bu hafta 6-hafta emas, 7-hafta boshlandi universitetda. Bu degani 2-semestrni 2-qismi boshlandi degani. Midterm examlar o'tgan haftadagi holatda bo'lgan bo'lsa va bizda yana 6 haftadan keyin universitet bitiramiz, xudo xolisa.
Mani soham commercial law. Lekin shunga qaramasdan men hozir shu 4 yillik, 5 yillik tajribam bilan, orqamdagi o'quvchilarim bilan va O'zbekistondagi onlayn media bozorida qaysidir ma'noda o'rnimiz borligi uchun bu sohada aytaylik qaysidir ma'noda xalq nazariga tushdik, xudoga shukr. Va hozir mani rejalarim nima bo'ladi desangiz, mana shu sohani misol uchun eng pro darajasiga chiqish uchun nima qilish kerak bo'lsa, o'shani qilaman. Hammasi joy-joyiga tushib, chiroyli tarzda mani kurslarim, mani harakatimiz ham avtomatlashib ketadigan bo'lsa, ana undan keyin magistratura haqida o'ylab ko'rish mumkin bo'ladi yoki o'sha logga kirish bo'yicha o'ylab ko'rsa bo'ladi. Lekin hozir men teachingga ketyapmanmi, bu narsani hozir ancha jiddiy qabul qilganman. O'sha ustoz bo'lish uchun eng nima qilish kerak bo'lsa, misol uchun 9 olish kerakmi, 8,5 hech bo'lmasa, o'shani olish kerak. Selta olish kerakmi? Olish kerak. Qilinadi. Misol uchun onlayn ham dars beriladi, offlayn ham dars beriladi. Hammasini shunaqa kombinatsiyada qilinadiki, eng pro ustoz nima qilish mumkin bo'lsa, o'shani qilish harakatidamiz. Undan tashqari media presence bo'lish kerak ekan, YouTube'ga kirish kerak ekan, Instagramga kirish kerak ekan. Telegramda ancha aktiv edik. Endi bu yog'iga xudo xohlasa hozir bizani bir qancha kontentlarimiz bor, Instagramga tayyorlayapmiz. Bir oylik tayyorlab qo'ymasdan kirmaslikni reja qildik. Chunki kirib qo'yib stressda yurgandan ko'ra men Ramazon kelyaptim. Birdaniga hamma so'mkalarni qilamiz, keyin birdaniga boshlanadi. Chunki Instagram to'xtab qoladi. Xullas, savolingizga javob, bir ustoz qaysi eng yuqori darajaga erishish mumkin bo'lsa, o'shani erishish harakatidamiz hozirgi kunda. Xo'p, qarang, mana javob berayotgan vaqtingizda menda bir nechta savollar tug'ilmoqda. Misol uchun, birinchisi bu sizni Telegramdagi obunachilaringiz. Qanday qilib, nechta o'zi obunachingiz bor va qanday qilib buncha obunachiga erishdingiz? Xo'p, hozir menimcha shu 25 ming atrofidamiz. 25 mingga erishishimizdan oldingi birinchi qadamga qaytadigan bo'lsak, o'tgan yili shu IELTSdan 8 olganimdan keyin bu narsa boshlandi, mediaga kirib borish va mendagi unfair advantage deydi inglizlar. Unfair advantage degani bu sizdagi o'sha adolatsiz ustunlik boshqalarda yo'q bo'lgan narsa. Biz alohida uyga ko'chib o'tdik, uydagilar degan proyekt qilish maqsadida. Undan tashqari, proyektdan ham tashqari o'sha do'stlarimiz bilan 4 kishi edik. Ular bilan ko'chib o'tganimizning sababi o'zimiz uchun challengelar qilib, demak, yana ham yaxshiroq etapga ko'tarilish uchun loyihalar qilmoqchi edik. U yerda tanisangiz, Anvarov Jasurbek bo'ldi. Anvarov blogning nimasi, demak, o'sha media rahbari, mutolaa loyihasi media rahbari Jasurbek Anvarov bor. U yerda keyin Shohruxbek Olimov bor, Abdurazzoq Xanov degan borlar bor. Shohruxbek Olimov bilan Abdurazzoq Xanov bilan IELTS instruktorlar, Jasurbek Anvarov media bo'yicha ishlaydigan odam va men. Va orasida eng pachog'i men va menda hech qanaqa Telegram nima yo'q, faqat offlayndan dars berib yuradigan oddiy ustoz bo'lganman. Keyin ularni demak ta'sirini ostida jarayonda birga loyihalarni qilish holatida biz bilganmiz, aynan o'zi nima bo'ladi, blog yuritish, qanaqa bo'ladi degan narsalarni tushunib olganman. Chunki men birdaniga kirganimdan O'zbekistonda yo'q bo'lgan rekord darajada ishlarni qilganmiz o'sha paytda. Nima qilganmiz? Shu biz uydagilar degan proyekt qilishimiz kerak edi. 1-2-3 kun progress qilingan, alohida kanalga 17 ming odam olib kirganmiz. Live chatda 6 ming odam o'tirgan. Telegramda 6 ming odam o'tirishi tarixda O'zbekiston birinchi marta bo'lgan. Bilmadim, o'zi boshqa nimalarda Telegramda shunaqa live chat ko'rinishda foydalanishadimi yo'qmi bilmadim, lekin bizning O'zbekistonda unaqa rekord bo'lmagan edi. Lekin mana hozir rekordni yangilashyapti. Mana multi level rekord bo'yicha Abror Rahmatullayev borlar. Ular hozir bitta yoqqanlarda 5,000-6 ming o'tiradi. Chunki 160 ming bo'lib ketdi odamlar. Endi bu 160 ming bo'lib ketish yoki menda 25 ming bo'lib ketish qatdan bo'ldi desangiz, hozir menda referral link degan narsa bor. To есть bitta loyiha qilinadi, loyihaga buncha odam olinadi, 10 odam qo'shasan degan ma'noda. Lekin bu loyiha sizda shunday mana shunaqa botingiz bor, to'g'rimi? Yo'q, bitta men qilmaganman bu narsani. Men bir nechta odamlar bilan loyihalarda hamkorlik qilgan bo'laman. Va o'sha hamkorligingiz doirasida siz loyiha qilgan paytingizda odamlar qo'shiladi referral orqali. Va har doim bu narsani invitation to treat deydi inglizlarda. Bu degani kirgandan keyin qo'shilib har doim chiqib ketish xohishi bor. Ya'ni siz shunaqa loyiha qilganingiz bilan ham sizga hech qachon garantiya berilmaydi. To есть loyiha bir hafta bo'ladigan bo'lsa, bir haftadan keyin hammasidan ajralishingiz mumkin. Odatda 80% chiqib ketadi qo'shilgan odam. Misol uchun 10 ming odamga bitta loyihada qo'shilsa, 8 mingtasi chiqib ketishi kutiladi va bu tabiiy jarayon. Lekin Xudoga shukr, bizda qaysidir nimadir jihatlarimiz bor ekanki, loyihalarimizda kirganda bizda 60%dan 70%dan ko'proq qoladi. Misol uchun oxirgi loyihamizdagi 28 mingta bo'lgan bo'lsak, hali loyiha deyarli tugash arafasida bo'lsa ham, hozir biz 25 mingta holatimiz, ya'ni 3 mingta chiqib ketdi degani bu bizda bu yoqda orqasida hali ancha odam turibdi va bizning kanalda qolish taklif bo'lib degani. Ya'ni bu yerda bir qancha faktorlar bor-da. Misol uchun sizning kanalingiz qanchalik o'sha odamga to'g'ri tushdi, sizni berayotgan kontentingiz qanchalik foydali degan joylari bor. Shunchaki referral link qilaman yoki qanaqadir loyiha qilaman degan narsa ish bermaydi agar sizni rostdan kontentingiz chiroyli bo'lmasa. Zo'r. Mana qarang, siz
o'zi offlaynda dars berib yuruvdingiz, onlaynga kirdingiz shu insonlar ta'sirida va kirganingizdan keyin qanday sizda o'zgarishlar bo'ldi? Endi birinchi navbatda o'zgarishlarni bo'lgani qaysidir ma'noda sizni taniy boshlashadi va bu albatta kurslaringizni sotuvga ta'sir o'tadi. Oldinlari siz topayotgan pul endi 2-3 barobar oshishi kutiladi. Va sizni influence darajasi oshgandan keyin qaysidir ma'noda jamiyatdagi status ham paydo bo'ladi. Misol uchun odamlar hozir oxir paytlarda sizda nechta obunachi borligiga qarab gapiradi va bu tabiiy jarayon. Chunki agar siz shu davrada bo'lsangiz, shu davrani o'yiniga mos bo'lgan kartalarda o'ynashingiz kerak. Va shu uchun shunga mos harakat qilinadi. Ya'ni albatta sizdagi o'sha berilayotgan qo'lingizdagi imkoniyatlar onlayndagi qancha auditoriyangizni kattaligi sizga kuch beradi. Misol uchun oddiy reklamani o'zidan ham ko'p pul qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda ko'p pul qilsa bo'ladi degani gap pulda emas, siz nimani reklama qilayotganingizga, qanchalik u narsa tez-tez takrorlanayotganligi ham bog'liq. Chunki men bilaman ba'zilarni Telegramda qilinayotgan reklamalarning sifati umuman demak na o'ziga na boshqalarga foydasi bor, lekin reklama qiladi, reklamadan pul olish uchun emasmi? Shu taraflari ham bor. Lekin umumiy olib qaraganda juda katta foydalari bor mediada borlikni. Yaxshi. Keling, mana shu narsalarni ichiga kiritsak, Mirjalol. Misol uchun, men hozir o'ylanib qoldim-da, mana siz ancha yildan beri siz bilan tanishmiz va mediada mana faoliyatingizni boshladingiz va bu natijasida qanaqadir yutuqlarga, natijalarga erishib kelyapsiz va ko'raman, kuzataman, Telegramda ancha faol. O'zingiz ham, siz obunachilaringiz ham. Endi men hozir o'ylanib qoldim, mana siz keyin ko'rsatuvimizning nomi fan mutaxassislar. Biz bilamiz, sizga o'xshagan yana juda ko'plab mutaxassis insonlar bor. Misol uchun mana hozirgina biz ushbu ko'rsatuvimizni 6-sonini olganimizda ham fizika ustozi bilan ko'chaga chiqqanimizda shu ustozimiz ham bizdan qanaqa qilib boshlasam bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan degan savollarni berdilar-da. Vaholanki ilmlari juda ham zo'r, kuchli, fantaziya zo'r, lekin mediaga chiqishmagan. Va xuddi shunaqa yurgan bir nechta odamlarni bilaman men. Nimadan boshlashligi kerak ishni? Mana shu narsalarni mana faningizni mutaxassisligini shu tomonini yoritib bersak bir qisqacha. Kelishdik. Otabek yaqinda shunaqa bir dastur qotuvdik. Endi bu narsa reklama ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin video chiqqan paytda bu dasturimiz allaqachon yopilib bo'lgan bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan aytib ketamiz. Mayli, shunchaki nima uchun? Mana shu fan mutaxassislari podkasti uchun maxsus bo'ladi. Kecha syomka qildik. Agar Instagramda siz meni maxsus ko'rgandirsiz, syomka qildik. Xuddi mana shu og'riq bilan yurganlar uchun maxsus syomka qildik. Kim uchun? Xuddi siz aytganingizdek, sohasini qaysidir ma'noda bir etapga chiqqan. Endi bir etapga chiqqan deganda nima bilan o'lchanadi desiz? Tajriba, orqasidagi o'quvchilaridan tashqari topayotgan puli bilan o'lchanadi-da. Bilasiz, mana ingliz tilida offlaynda dars berish patologda 15 milliongacha chiqqanda to'xtaydi. U yog'iga dars Tamam, international 25 millionlar oylik beramiz deydi, shunaqa rostmi? International 25 million oylik beradi, lekin men internationalda ishlash bu robot bo'lish degani. International, uzr so'rayman, internationalda ustozlarga stullar berishmaydi. To есть tikka turib o'tish kerak. Bu qaysidir ma'noda to'g'ridir, chunki o'tirsa chalg'ib qoladi degan ma'noda turg'izishar. U narsaga men nimam yo'q. Demoqchi bo'lganim, internationalda, Cambridgeda yoki mana shu katta nomi chiqqan o'quv markazlarida ishlash uchun siz robot darajasida bo'lishingiz kerak. Lekin o'rtacha holatda shu robot darajasida ishlasangiz ham, aytayotganingizdek 25 million bo'lsa, undan u yog'i patologsiz, tegasiz u yog'iga o'tmaysiz. O'quv markazi o'zi ham sizga imkon qilib bermaydi. Lekin o'quv markazi sizni orqangizdan topayotgan pul rosa katta bo'ladi. Bu narsani hamma biladi. Bu narsani nima desa ekan, o'ylanish shart emas. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa kam. O'sha internationalda dars berayotganligi ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki ular ham tasavvur qiling, internationalda topayotgan puldan tashqari bitta kursdan 100 ta bola olib tursa har oyda, qanaqadir listening reading kursi ochgan bo'lsa, 2000 mingdan sotgandan 20 million teshib chiqmaydi-da. Xo'p, endi nima qilish kerak ular? Birinchi men aytadigan narsam, chunki ustoz bo'laman deganlar ko'p. Misol uchun 7.5 IELTS bilan ham dars berishga harakat qilayotganlar bor. Zo'r, baraka topsin. Chunki 8.5 bo'lib yaxshi dars bermayotganlar ham bor-da. Lekin gap birinchi navbatda mana 4 ta qadam deb aytdim kecha. Birinchisi bu o'zining ekspertligi, ya'ni eng kamida 8 bo'lish talab qilinadi. 8.5 bo'lsa zo'r, 9 bo'lsa vashi zo'r, lekin 9 bo'lib ham hech nima qilmas, ya'ni zo'r natijaga erishmasligi mumkin, lekin 8 dan past bo'lsa qiyin. Chunki baribir qog'oz rol o'ynaydi. Auditoriya sizni tanlayotganda shu narsaga e'tibor beradi. Auditoriya emas, o'sha klientingiz, o'quvchi sizni tanlayotgan paytda. Chunki o'quvchilarda hozir juda ko'p tanlov bor, bozor kengaygan, segmentatsiyalashib ketgan, hamma anaqa bo'yicha bor. Misol uchun, speaking bo'yicha maxsus o'zining anaqalari bor, bozorning bo'rilari bor. Writing bo'yicha bu, reading bo'yicha bu deb turib, odamlar biladi, nega sizga risk qilish kerak. Nimaga aynan sizdan olish kerak. Sizni o'zingizga yarasha, o'zingizning prinsiplaringiz bo'lishi kerak, чтобы sizdan tanlash uchun. Chunki odamlardan sotib oladi. O'zingizdan bilasiz. Endi birinchi aytayotganda ekspertligi bo'lsa, ikkinchi masala bu uni metodlari bo'ladi.
ekspert 8,5-9 bo'ldi degani zo'r dars beradi degani emas. Pedagog alohida narsa, ekspert bo'lish alohida narsa, to'g'rimi? Mana zo'r ekspertlar bilan Instagramga chiqishadi. Faqat ingliz tili bo'yicha, boshqa sohalarda ham. Juda zo'r ekspert, o'zini sohasida rosa katta pullarni aylantiradi, lekin o'ta olmaydi, ular dars o'ta olmaydi. Ularning mentorshiplariga borish foydasiz, chunki sizga ular o'rgatib bera olmaydi. Sizdan bitta qadam oldinda bo'lsa ham, yaxshi nimadirlarni bilsa, sizga o'sha qadamga chiqishga o'rgatadiganlar bor. Ular ekspert, juda kuchli odamlar emas, lekin zo'r o'rgata oladi. Demak, metodlari bo'lishi ham shart hisoblanadi. Aynan teachingda mediaga kirib nimadir non topmoqchi bo'lsa, shunchaga ekspertlikni o'zi yetmaydi. Xo'p, qarang, bu hali blog boshlashdan oldingi etap. Birinchi ekspert bo'ladi, keyin uni metodlari bo'ladi. Metodlari bor, ekspertligi bor bo'lgandan keyin ana endi sekin blogni boshlash kerak bo'ladi. Blogni boshlash qiyin emas, sразу ochish kerak, sekin har xil rubrikalarni qilib boshlash kerak. Tamom, prosta boshlash kerak. Lekin prosta boshlashni o'zi agar natija yo'q bo'lsa, qiynalib qo'yadi. Ya'ni positive reinforcement degan narsa bor. Domino effekt bo'lishi kerak. Birinchisi unisiga urilib ketmasa, agar misol uchun post yozib olsangiz, men Otabekka o'zim misol uchun YouTube'ga qosila podkastlarni qosiladi. Agar viewlar siz kutayotganday bo'lmasa, 50-60 bo'lib turadigan bo'lsa, bo'ldi, keyingisini olgingiz kelmaydi-da. Agar siz misol uchun moliyalashtirib, pulni bo'ktirib qo'yishmagan bo'lsa, siz qilgingiz kelmay qoladi. Shuning uchun juda muhim positive reinforcement effekt bo'lishi kerak. Endi siz ustozsiz-da. Bozorni analiz qilish degan narsani siz yaxshi tushunasiz. O'zingizni sohangizda bo'ladigan bo'lsa, sizni metodlaringizdan, o'zingizni hozirgi ekspertligingizdan kelib chiqib, boshqalardan ajratib turadigan narsa nima degan narsani topish kerak. O'zi nima qilsa odamlarga podacha bo'ladi, ya'ni odamlar qanaqa post yozsa, unga qaytaryapti. Post yozsa deganda to'g'ri, biz o'zkiga qilib Telegram nazarda tutyapmiz. Lekin Telegram eng birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman. Chunki shuncha soat o'qigan bo'lsa, Otabekka Telegramni o'zidan qildik-da, menda Instagramni o'zidan bilasiz. Endi YouTube'ga kirib keldik. Endi YouTube'dan hali biz monetizatsiya qilish, trafik olib kirish degan narsani o'ylayotganimiz yo'q. Prosta YouTube'ga kontent qo'yamiz. Lekin Telegramda biz suvni chiqarib ishni qildik. Qanday bo'ladi u narsa desangiz, men dehqonchasiga tushuntirishga harakat qilaman. Bozor analiz qilayotgan paytda siz mana IELTS ni gapiradigan bo'lsak, IELTS katta tushunchada. Siz qanaqa dars o'tasiz? Full kurs o'tasizmi? Full kurs o'tsangiz, aynan kimga sotasiz? Sotgan paytingizda o'sha sotganingizdagi mahsulotingiz qanchalik darajada sifatga ega bo'ladi? Misol uchun faqat live da o'tasizmi yoki professional video darslar olib qo'ygan bo'lasizmi? Video dars olib qo'ysangiz kim bilan olasiz, nima qilasiz? Hammasini aniqlashtirib olish kerak. Lekin blog ochdi degani ertaga sotadi degani emas. Hozir lead olib kirgan odamlar sotkungacha bo'lgan holatda auditoriyani o'rgatish va sotib olishgacha bo'lgan vaqt borgan sari uzayyapti. O'zbekistonda hozirgi holatda mana Rossiyadagi ekspertlar bilan gaplashishadi, bizdan bolalar lead qimmatlashib ketgan. O'zbekistonda ingliz tili bozorida o'tgan yillarga qaraganda hozir qimmat, lekin umumiy Rossiya bozoriga solishtirganda bizda lead arzon. Hozir hamma influencerlarga o'sha Rossiya bozoridagi ekspertlarning fikri shuki, leadlarni imkon qadar tezlashtirib o'zingizga olinglar. Qancha leadingiz katta bo'lgani sari keyin segmentatsiya qilib mahsulotlaringizni variety'sini oshirib sotsangiz bo'ladi deyapti. Lekin hozir lead bo'lmasa, farqi yo'q, sifatsiz sizga anaqa bo'lish kerak, auditoriya bo'lsa, keyin sota olasiz deyapti. Demak, hozir birinchi segmentatsiya qilib, узкий направленияda bitta sotib ko'rish kerak o'ziga moslanish uchun. Kimdir speakingda zo'r bossin, speaking qilsin. Yoki writingmi, yoki readingmi. Faqat bitta narsani tushunib olsin. Hozir bozorda meni tushuncham bo'yicha hech qanaqa bu aniq researchlar yo'q. Bozor shunaqa ikkiga ajralgan. Ikkiga ajralganda qanaqa ajralgan siz? Premium segment bor. Borgan sari premium segmentlar bor bo'lib turadi arzonchi segment bor. O'rtadagi qatlam yo'q. Siz sotsangiz yo'q, qimmatlarga sotasiz, kamroq bo'lsa ham yoki arzonga massiv sotasiz. O'rtalikda yo'q. Produkt o'rta bo'lsa, qimmat sotib oladiganlar nima arzon deydi? O'rtacha sotib oladiganlar qimmat deydi, olmaydi sizni. Siz o'zingiz tanlab oling, bozorga kirayotganingizda aynan siz kimga sotyapsiz produktingizni. То есть sizdan oladiganlarning portreti kim? Shu savollarga javob bersangiz, siz primerna tayyor bo'lasiz blog ochishga va u yoqqa dakansiz borishga. Chunki hozir birinchi boshlashdan oldin qilmasangiz, ertaga nima desa ekan, 10 mingta auditoriyangiz bor bo'lsa, men olib kirdik deylik bir amallab. Ular bilan siz eksperimentlar qilib ko'rsangiz, yomon kuyasiz-da. 10 mingtani birdaniga olib kirmagansiz, siz qiynalib olib kirgansiz. Shuning uchun oldindan bilib 10 mingtani olib kirish kerak. Keyin yana bitta narsani bildim Otabekka, mana hozir birinchi kirayotganlar bitta narsani bilishlari kerak. Leadni boya sifatsiz deganimiz bilan sifatligini olib kirgan yaxshi. Chunki shunaqa bo'ladi. 1000 ta kanalda odami bor, lekin o'sha 1000 ta odam o'ta узкий направленияdagi odamlar-da, ularga 10 ta mentorshipni sotib $2-3 ming qiladi bolalar. Lekin 10 ming ta, 20 ming ta odami bor, 100 ta ham sota olmaydi,
$1000 ham qilolmaydi-da. Shunaqa ham holat bor. Bu yerda aynan auditoriyani to'g'ri tanlash ham muhim. Auditoriyani to'g'ri tanlash uchun oldin o'zingiz bilishingiz kerak, qayerga sotayotganingizni. Bilib olsangiz bo'ldi. Shunga qarab Xuddi shunaqa mana bizning ta'limchilik kanalimizning ham misol ko'ruvlari aytganingizdek 10 mingta 20 mingtalab emas, lekin misol 500 ta, 1000 ta o'rtancha prosmotr bo'ladi, lekin ishonamiz, bu aniq kerakli zo'r auditoriya tomosha qiladi. Va shuning uchun ham Xudoga shukr, agar sizlar qiziq bo'lsa, mana reklamaga hamkorliklar ham qilsak bo'ladi. Xo'p, yaxshi, zo'r. Endi mana qarang, 4-etap ham bor, qolib ketdi Otabek. 3-etap shu birinchi bozor analiz qilgandan keyin 4-etap bu networking bo'ladi. Ya'ni mana hozir so'raydingiz-ku, siz qanday qilib loyihalar qildingiz, boshqa deb turib. Men agar xuddi o'zim kirgan paytimda, men misol uchun 3000 tacha odamim bor bo'lgan bo'lsa, agar men atrofimda 3000 talik odamlar bilan loyiha qilganimda, biz 4000 taga chiqardik-da. Lekin men o'sha paytda 3000 ta bo'lib turib, 15000 ta, 20000 ta odami borlar bilan qilganman. Endi o'sha 3000 ta odamim bo'lib turib, 20000 ta odami borlar bilan qilishim uchun menda ozgina til zabon bo'lish kerak-da. Ularga men nima bera olishim kerak. U pul ko'rinishda bo'lmaydi. Mana bilishingiz uchun Otabek, auditoriyasi katta bo'lganlar, ularning allaqachon produkti ham bor. Ularni siz beradigan 5 million 6 million pulga muhtojlik joyi yo'q. Hamkorlik qilaman desangiz, ularni o'zining produkti rostga berib turibdi. Ular o'ziga o'xshaganlar bilan hamkorlik qiladi, maza qilib qilish uchun orada by product bo'lib, odamlar ham ko'payadi o'sha loyihalar qilishayotgan paytda. To есть siz 1000 pulingiz ko'p bo'lsa ham, endi agar to'g'ri $3000 beraman deydigan bo'lsangiz, hamma ham rozi bo'laveradi, lekin $3000 ga 10k olib kirish bu arzmaydigan narsa-da. Prosta ko'p taraflari bor. Shuning uchun ozgina networking kerak, til zabon, ozgina ular bilan gaplasha olish kerak. Networking nimaligini bizani ko'rib turgan auditoriya o'zlari yaxshi bilishadi. Faqat shu narsani prioritetlarni listiga qo'shib qo'yish kerak. To есть yolg'iz bo'lmasligi mumkin degan narsani bilib, atrofda ozgina ulardan kattaroqlar bilan hamkorlik qilishni o'ylashlari kerak. Zo'r. Mana hozir misol uchun biz ham ta'limchilik kanalini mana shunaqa narsalar qilsak bo'lar ekanda, o'ylanib qoldim. Misol bizda Telegramimizda bitta yil rektor degan tanlov o'tkazdik. Shu natijasida 30 mingtalab, 45 mingtalab auditoriya yig'ildi. Keyin hozir 20 mingta qolganmiz. Endi hozir mana biz mana shunaqa intervyular qilyapmiz va bu intervyular natijasida videolarni sizga o'xshagan ustozlar o'zining kanaliga tashlab berishyapti va buning natijasi prosmotr oshyapti. Endi hozir o'ylanib qoldim. Mana misol bizda veb-sayt ham bor. Veb-saytimizga har hafta 1,5 mingtacha odam kiradi-da. Endi veb-saytga ham odamlarni yanada ko'proq kirdirish uchun, ta'limga yanada ko'proq odamlarni qiziqtirish uchun, ko'rsatuvlarni ko'proq odamga yetkazib borish uchun, shu bois aytganingizdek, odamlar bilan tanish bilish qilib turib, qanaqadir hamkorlikda loyihalar qilishimiz kerak ekanda. Networking qilish kerak-da. Bo'lmasa qiynalib qolasiz, o'zingiz bitta o'zingiz. Zo'r. Endi mana qarang, oxirgi kunlarda men shu narsani ko'rdim, Mirjalol. O'quv markazida o'quvchilar kamayib ketibdi. Bu nima natijasi? Mana shu onlayn kurslar natijasida, to'g'rimi? To'g'ri. Mana onlayn bozorga e'tibor beradigan bo'lsangiz, onlayn bozor demaylikda, mana Telegramni o'zini aytadigan bo'lsak, Otabek, yaqin tarixda hech qaysi ingliz tili ustozlarida 100 minglagan auditoriya bo'lmagan, to'g'rimi? Hattoki 100 minglagan auditoriya uncha demaylik, mana bunaqa deylik. Mana aql egalari qiladigan influence unaqa katta bo'lmagan. Chunki aql egalarini doirasi torroq bo'ladi, birdaniga katta auditoriyaga chiqib ketishmaydi. Xushnudbek ham necha yillarda hozirgi etapga chiqqan, to'g'rimi? Lekin bularni qarasangiz, ya'ni aynan bizni bozorni qarasangiz bo'ladir ekanman, o'zim ham o'shaning qatorida borman. Bizniki holatimizda effekt juda kattalashib ketyapti, compounding effekt bo'lyapti va biz birdaniga kattaroq auditoriyaga chiqishga harakat qilyapmiz. Hozir misol uchun men o'zim o'sha IELTS Hub degan bitta community bor. O'sha communityda 40 dan oshiq ustozlar bor bo'lsa, 40 ga yaqin 40 dan oshiqmi ko'rish kerak yana bir qarab. Ular o'sha yerda 9lilar ham bor, boya o'tgan eng oldi ustozlarning hammasi o'sha yerda bor. Ularning auditoriyalari bundoq qo'shadigan bo'lsangiz, millionga yaqinlashib qolgan. Tasavvur qilsa 40 kishi million auditoriyasi bor-da. Endi bular ustozlar, tushunishingiz uchun ular vayn qilmaydi. Ularni postlari, ularni nimasida, odamlar o'tirib maza qiladigan emas-da. Endi bu yoqda Mirjo qarang, ikkinchi tomoniga ham qarash kerak. To'g'ri, aytasiz, 100% qo'shilaman. Mana yaqinda prezidentimiz yoshlar bilan, o'z prezidentimizdan har bitta ko'rsatuvda gapiramiz. Zo'r o'tdi-da, yoshlar bilan uchrashuv bo'lganicha. Boyaga akaga ham bitta fizika bo'yicha gaplashgan ustozimiz ekadi. 800 million subsidiya berilyapti shuna olim insonlarga uy olishgadi. Subsidiya degani bu qaytarib berishingiz kerak emas davlatga, sizga beriladi. Endi hozirgi misolda prezidentimiz Barnopa Askarova bilan ham uchrashdilar-ku, to'g'rimi? Ular ham bor edilar shu yig'ilishda. Qarang, mana shunaqa insonlarni auditoriyasi natijasida shuncha odamga ilm yetib borish natijasida shuncha odam bilan uchrashyapti va shuncha odam ilm yetkazishyapti. Prezident ham buni e'tirof etdilar. Endi qarang, to'g'ri 1 millionga yaqin auditoriyasi bor deyapsiz, lekin qanchalik bu auditoriya har xilligiga
ishonasiz. Har xilligi. Ya'ni mana misol uchun men sizni kanalingizda to'g'ri. bo'lgandan keyin boshqa IELTS zo'r ustozlarning ham kanalida bo'lishi mumkin. To'g'ri. Mayli, endi nima bo'lgan taqdirda ham ko'p hisoblanadi bu. Anaqa proportionga qaraganda. Endi Keyin bilasizmi, mana Mirjalol anaqa Umidjon Eshmuhammedov bilan biz bir Cambridge universitetiga borganimizda, hozir u Millat umidi universiteti. O'shanda aytgan edilar-da ustoz, 2-3 yillik natija. Даже yaqinda ham IELTS olganlar natijasi chiqdi-yu, umumiy necha mingta odam topshirgan ekan 2024-yilda IELTS. Sanasi esimda yo'q, lekin rusi ko'p edi. Misol uchun deylik 80 mingta, 100 qarang, mana примерно olishimiz uchun 8 yildan o'zi 1000 nechta duramiz. Bu juda katta natija. Endi bu yoqda 6 yillar, 7 yillar bular juda ko'payib ketgan. deylik mana 50-60 mingta odam topshirgan bo'lsa ham o'rtancha, bu 50-60 mingta katta natijada. Endi shunchani ichida 1 millionta bo'lishi, lekin misol noto'g'ri hisob deb o'ylayman. Deylik mana 60 mingta odam bo'lsa IELTS olayotgan va o'shalardan 200 mingtasi o'rtancha bordir. Shu haqiqiy tayyorlanayotganlar. Yo'q, men noto'g'ri o'ylayapman. Yo'q, to'g'ri o'ylaysiz, to'g'ri. Endi hop, shu siz gapingiz bilan davom ettiraylik. Ha, bo'ldi. Endi anaqa narsa o'tibeki, faqatgina o'sha onlaynni ta'siri demaylik, mana bunaqa deylik. O'quv markazlar hozir o'quv markazlarida odam ko'payib ketdi desangiz, o'quv markazlarining o'zi ham ko'p-da. Shunaqa. То есть Cambridge'ni o'zi U ham ta'sir qilyapti-da. Hozirgi holatni qarasak, Cambridge'da odam kamayapti desangiz, o'zi Cambridge nechta bo'ldi degan savol ham berish kerak. Cambridge'ni o'zi ham ko'p-da. O'ziga o'zi raqobat qiladi ba'zida kerak bo'lsa. To'g'ri. Shu uchun Cambridge'ni o'zini gibrid ta'lim joylari bor. Masalan, onlayn nimadir qiladigan joylar bor. Bo'ldi, o'ziga o'zi raqobat qiladi. Endi o'sha maktabga, bog'chaga, universitetga o'tishadi, to'g'rimi? Menimcha o'tish kerak. Endi bilmadim, Jahongir aka qanaqa planlari bor. Lekin borgan sari varonkani kattalashtirish kerak-da. O'quv markazini o'zida qilmasdan har bitta segmentni qabul qilsa, o'shanda bozorda oladi. Masalan uchun bitta bola kirganda Cambridge Kids'dan boshlab Cambridge universitetida bitirib chiqsa, unda zo'r. Mana Thomson shunaqa qilganlar, menimcha, to'g'rimi? Shaxsiyatga shunaqa qilinsa, menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, menimcha endi. Endi bu yerda yaxshi yomon degan tushuncha ham yo'q. Borgan sari tendensiya shunaqa bo'ladi. Gibrid ta'lim menimcha eng yaxshisi bo'ladi. Lekin offlayn ham yo'qolmaydi deb o'ylayman. Doim hozir shunda o'quv markazlari ko'payib ketishi natijasida, onlayn ta'lim ko'payib ketishi natijasida o'quv markazlarida o'quvchilar soni kamaydi. Chunki endi nima qilish kerak o'quv markazlar? Mana shu aytganingizdek onlaynga o'tish kerak, shaxsiy brend qilish kerak, to'g'rimi? O'quv markazida mana bunaqa qo'rquv bor ekan-da, Mirjalol. Qaysidir bitta ustoz olib chiqishsa, u ustoz mashhur bo'lib ketsa, o'quv markazidan chiqib o'zini ishini qilib ketadi. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Shunaqa qilishadi. Va mana ba'zi o'quv markazlar hattoki onlaynda, demak, onlaynda o'zini kanalini ochib faoliyat yuritishiga ruxsat ham berishmaydi. Ruxsat bergan taqdirda ham agar o'sha nom ostida kurs ochadigan bo'lsa, kursdan oladigan foydaga sherik bo'ladi. Shu hamkorlik qilishadi. Buning orqasida ular aytadiki, "Sen bir bizning brenddan foydalanyapsan, shu yerda ishlayapsan" deydi. Ular o'zidan qo'rqadi. Bu ham o'quv markaz egasi sifatida tushunsa bo'ladi, to'g'risi. Shuncha tarbiyalaysiz, shuncha o'quvchi olib keltirasiz. Hozir mana sizga insider informationni beraman. Kecha bolalar bilan analiz qildik. Bitta o'quvchini, bitta lead deylik, o'sha leadni olib kirib o'quv markaziga o'tkazish uchun 300 ming, 400 ming pul ketyapti. Bu insider information, qayerdan nima degan joyni ochiqlay olmayman. 300 ming, 400 ming pul ketyapti bitta leadni olib kirib o'tkazish uchun. Bitta lead to'layotgan pul 700 ming, 800 ming, 1 milliondir. Va uni ko'rayotganingizdek bir oyning yarmida qoplanyapti, to'g'rimi? Lekin Amerika bozori bilan solishtirishgan buni. Amerika bozorida endi bu o'quv markazi bilan emas, Amerika bozorini umumiylashtirib solishtirish uchun qilishgan. Bitta lead o'ziga ketkazgan xarajatni 2-3 oyda qoplaydi. Agar bu o'quv markazlari hali ham yaxshi ekan. Hali ham yaxshi. Bu degani bizda 10 barobar degani. To есть 300 ming, 400 emas, 3 million, 4 million ketadi. Shu 3 million, 4 millionni qoplash uchun 3-4 oy o'qish kerak. Lekin bitta bola IELTS ga kirgan bo'lsa, IELTS darajasida bo'lsa, bitta kursni o'qish uchun 3 oy o'qiydi. Ya'ni shunaqa vaziyatga keladi hali. Biza o'ylashimiz kerak. Qanday qilib oxirigacha olib qolishi. To есть ko'proq vaqt ushlab qolishi. O'shaning uchun hozir o'quv markazlarini o'ylash kerak bo'lgan narsa bitta mijozini olib kirdimi, chiqib ketgungacha bo'lgan vaqtni uzaytirish kerak. Uzaytirish deganda sun'iy emas, tabiiy. Ya'ni misol uchun 3 oyga IELTS yetyaptimi? Bo'ldi, tamom. 3 oy o'qigandan keyin nimadir qilsin senda. Nima qilish mumkin? Balkim u ustoz bo'lmoqchidir, qanaqadir traininglar qilasan, teacher training. Bilmadim. Yoki uni bloggingga tayyorlashing mumkin. O'zingning maktabing bo'lsin. Ya'ni bitta bola IELTS o'qigandan keyin nima qilish mumkin bo'lsa, o'sha narsani sanab bergin, to есть senda qolsin. To есть bu yerda lead
qancha ko'p olib kirish yoki kamaydi emas, bitta lead bilan uzoqroq qolishni o'ylash kerak deb o'ylayman. LTV deyiladi. Lifetime volume. Yaxshi, zo'r. Xo'p, o'zi fan mutaxassis ko'rsatuvimizda ko'proq IELTSlar haqida suhbatlashardik. Hozir siz bilan biz marketing bo'lib ketdimi, sotuv bo'lib ketdi. Yaxshi. Xohlasangiz nima qilamiz, qaytamiz bu yoqqa? Albatta qaytishimiz kerak. Hozir o'zi oldin mana shu chiqib qolgan masalalarni yopaylik. Xo'p, zo'r, o'quvchilarni tushunib oldik. Qanaqa qilib o'quv markazida o'quvchilar kamayib ketayotganini ham tushunib oldik. Endi o'quvchi ustozlardan bir suhbatlashsak, mana ustoz misol uchun o'quvchilarni jalb qilyapti, to'g'rimi? O'ziga keldi o'qishga. Endi o'shalarni zo'r o'qitish uchun qanaqa metodikalar foydalanadi? Mana har bitta ustoz o'zining metodikasi bo'lishi kerak deyapsiz-ku. Sizniki qanaqa? Bu o'zi qanchalik to'g'ri? Sizniki qanaqa? Shu haqida ma'lumot bersangiz, keyin o'zi qanaqa qilib bolalarni tayyorlaysiz? Shular haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Misol biz o'tgan safargi suhbatlarimizda bitta boshqa o'quv markazi shu asoschisi va ingliz ustozlar bilan gaplashganmiz. Zo'r ma'lumotlar berishgan edi. Endi siz ham bir shu o'zingizniki haqida ma'lumotlar bersangiz bizga. Zo'r. Har bitta ustozning metodikasi undan oldingi ustozlarga bog'liq bo'ladi-da. Va meni metodikam to'g'ridan-to'g'ri oldingi ustozlarim bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun Barnom Kuymanning metodlari. Undan tashqari Everestda dars beradigan Isroil Bo'riyev degan ustozni ham men o'qiganman. Kamol Abdurahmonov bo'lib, shu Barnomning singlari. Isroil aka Everestda alohida dars beradigan odam. Va mana qarang, Isroil aka ham, Barnopa ham, Kamol aka ham bular hammasi men hali kichkina bo'lib yurgan paytlarimda ham ular O'zbekistondagi eng kuchli ustozlardan bo'lishgan. Chunki ularni boshqa ustozlar e'tirof qilishgan. O'quvchilarni o'zi emas, balkim ustozlar e'tirof qilishgan. Bu degani ularda nimadir bor ajratib turadigan. Va men ularni eng kuchli joylarini olishga harakat qilganman. Va shulardan eng birinchi nima shuki, darslar teacher centered emas, student centered bo'lish kerak degan narsa. Ya'ni siz bu yerda to'g'ri darsda siz kattakonsiz, boshqasiz, lekin faqat mikrofon sizda bo'ladigan bo'lsa, dars qiziq bo'lmaydi. Chunki ma'lumotlar ham noise can signal bo'ladida. Buni Paretoni qo'llash kerakmi deb o'ylayman. 80-20 qilib. Misol uchun signal 20% beriladi, bu yoq noise bo'lish kerak. Noise nima, signal nima desiz? Misol uchun Shovqin Suronda bitta signal pop etib chalinsa, signalni eshitasiz, to'g'rimi? Yana qanaqadir orqa fon bo'lib turishi kerak. Lekin agar faqat signal pop deb turadigan bo'lsa nima bo'ladi? Siz signalni eshitmaydigan darajaga borasiz, chunki quloqingizda eshitib boradi. Bu xuddi shunaqa. Bizda anaqa information distribution degan narsa bor. Ya'ni bitta ustoz biladi, ma'lumoti juda ko'p. Shuni birdaniga paq etib berib qo'yish kerak emas. Bu qizg'anishdan emas gap. Yetarlicha beriladi. O'shani keragicha o'rgangandan keyin bola hazm qilib bo'lgandan keyingi etapga o'tish kerak. Uni o'quvchi ustoz his qilish kerak. Ustoz his qilish uchun bola bilan personal darajada connection bo'lish kerak. Bolalarni hozirgi holatda ADHD juda yuqori. O'zimizda ham xuddi shunaqa. Instagram shorts balobatlarni ko'rganimizdan keyin diqqatimiz tushib ketgan. Shuning uchun bekorga YouTube video qilmadik. Endi shunga mos yondash kerak ustozlar ham. To есть gapirayotgan paytda shunaqangi mana gapirishi 1 soat, 1,5 soat dars bo'lsa, ba'zida 2 soat bo'ladi, to'g'rimi? Sizni gapiradiganingizni vaqtlar kesimida aytaylik 15-20 minut deb hisoblaydigan bo'lsak, siz gapiradigan payt umumiy hisobda 20 minut to'xtamasdan emas, umumiy hisobda bo'lsa, siz har og'zini ochib ustoz sifatida gapirganingizni to'xtab, bolani hazm qilishga holati va jarayonda bitta miyasini refresh qilish kerak. Miyani refresh qilish odatda hazillar bilan bo'ladi. Hazillar aynan o'zingizning shaxsiyatingizga mos bo'lishi kerak. Bu ahmoqona hazilni nazarda tutib o'tganimiz yo'q. Ya'ni humor bo'lish kerak. Ayni vaziyatdan kelib chiqib, bolani o'ziga tegishli related bo'ladigan hazillar. Misol uchun mana alohida mendagi kontingent kim desiz? Maktab bitirayotgan bolalar, o'zi odatdan shunaqa bo'ladi. Lekin menda hozir universitet bitirayotganlar va doktorlikka boradiganlar, katta yoshlilar ham bor. Ularga qiladigan hazilingiz boshqacha bo'ladi, Otabekim. Ya'ni o'qituvchi o'zini farosatida ishlatish kerak, qanday hazil qilsa to'g'ri tushadi. Demak, hazil qilish, mana frequency degani ketmak-ketmak bo'lib turgan paytda bitta hazil qilishim miyani refresh qiladi, diqqatni yana yengillaydi. Bu siz berayotgan ma'lumotni ana odam miyasini ochib qabul qilishga sababchi bo'ladi. Undan ham tashqari, yana ham dars ichiga spesifikroq pedagogik mahorat bo'yicha kiradigan bo'lsak, dars boshlanayotgan paytda aytaylik siz bugun reading o'tmoqchisiz. Reading o'tmoqchi bo'lsangiz, taxta qog'ozdan tarqatib, "Menimcha vaqt reading" deyilmaydi. U bola hozir ko'chadan keldi, acclimatize degan narsa bor. Bitta holatga kirsa, mana shu xonaga kirib, o'zim moslashib olguncha vaqt ketadi. Men ham podkastga kirgan paytimda boshida o'zimni noqulay his qilib hali yangi joyda, meni tanam, butun holatim o'rganish kerak. Misol uchun yashil, ko'k xona, chiroqlar. Mana hozir endi kirishyapman.
Chos podkast endi tugaydi deganda ancha kirishib bo'lgan bo'laman. Shunaqa bola kirishib olish kerak. Kirishib olish jarayoni degani siz ozgina suhbat qilsangiz bo'ladi. Aytaylik 2-3 minut. Lekin ba'zida shu suhbat ko'payib ham ketib qoladi. Bu bo'lmaydi. Ko'paytirish kerak emas. Imkon qadar o'sha anaqa ideal worldda shunaqa bo'lish kerak emas. To есть ozginagina kim nima qanaqa holatda, misol uchun undan oldingi eventlar bilan hozirgi holatni bog'laysiz. Ya'ni logical chain bo'ladi. O'quvchi kirgan paytda serialni keyingisi davom etib ketish kerak. Va davom etayotgan paytida siz qiziqtira olishingiz kerak. Misol uchun Otabek anaqa narsa bordi. Ingliz tilini, to есть biz IELTS ni dars berayotgan paytimiz men o'zimiz ham juda ko'p narsalarni o'rganib olganmiz. IELTS dagi o'sha reading passage'larni o'qiyotganimizda yoki speakerlikka tayyorgarlik ko'rayotgan paytimizda bu o'quvchiga zo'r imkoniyat beradi. Nafaqat IELTS qog'ozini oldi yoki pulni qaytarib oldi, undan keyin o'qishga kirdi, balkim o'qishga kirmasa ham IELTS sertifikatini umuman olmagan taqdirda ham prosesni o'zi o'quvchi uchun katta foyda beradi agar rostdan yaxshi ustozga tushib, ajrata olsa. Endi g'arb mentalitetini emas, balki eng kerakli joylarini ola olsa. Misol uchun aytaylik, o'sha yerda anaqa bo'yicha Honey Bee bo'yicha reading passage'lar bor. Honey Bee degani bu anaqa asal ari. Qarang, asal arini qirolichasi bor-da, qirolichasi qolganlardan ko'ra ko'proq yashaydi. Nima unaqa? Nimaga qolganlar tez o'lib ketadi? U ham bir xil bo'lsa, nimaga u kattaroq degan savollar. Misol uchun asallarni qurish strategiyalari qani bu shunchaki oddiy narsa, lekin tabiatdan unda wow desa bo'ladigan narsa-da. Lekin unga ustozni qanaqa yondashuvi ham muhim. Eng qiziqmaydigan mavzularni qiziqtirib o'tsa bo'ladi. Misol uchun Industrial Revolution degan mavzudagi reading passage bor-da. Industrial Revolutiondan oldin o'zi bola industriya nimaligini biladimi? Revolution-nichi? Agar ikkalasi qo'shilsa nima bo'ladi? Va u aynan tarixdagi Industrial Revolution bo'lganda nimani refer qiladi degan narsani ustoz so'rab ko'rish kerak. So'raladi. Bolalar industriya degan so'zni eshitganmisizlar? Ha, eshitganmiz. Nima? Sanoat. Sanoat nima degani? Qani ozgina ularda qiziqtirish uyg'otasiz. Google deysizlar, davay Google qilinglar. Men tushunmadim, bilmayapsizlar. Industriyani qidiradi. Rahmat. Bo'ldi. Demak, mana shunaqa ekan, o'zlaridan so'rab bilib olishga harakat qilasiz. Revolution nima degani? Qidiradi revolution nimaligini. Tushundik. Xo'p, endi qo'shib ko'raylik. Industrial Revolution bo'lsa nima bo'lishi mumkin? Qidiryapti. O'sha Britaniyadagi Industrial Revolution ko'rsatadi. Nima o'ylashlar, hozir bizda qanaqa revolyutsiya bo'lyaptimi? Keyin AI keldi-ku deb turib qiziqtirasiz. Fikrlarni aytadi. Bo'ldi, rahmat bolalar deysiz. Shu Industrial Revolution bo'yicha Google qilgan paytda qaysidir so'zlarni yozib olasiz. Qarang, bunaqa so'z bor ekan edi. Siz bilasiz, o'sha so'zlar passage keladi hozir. Keyin passageni tarqatib, "Davaychi bolalar, bugun mana shu passage chiqmoqchi edik, shuning uchun sizlardan so'radim, qiziqtirish uchun" deydi. Endi anu bola miyasi zerikib, mazasi qochib qolgan bo'lsa ham, endi bu reading qiziqib qoladi, chunki undan oldin shu vaqtda savollar bor o'zida. Bitta odam nimadir o'qiyotganda savoliga javob olsa, uxlab qolmasdan o'qiydi. Agar savoliga javob bermasa, u eng dunyodagi hikmatli kitob bo'lsa ham o'qiy olmaydi hozirgi zamonda. Agar qanaqadir savollariga shunda right momentda javoblarni olib ketadigan bo'lsa, kirib ketadi. Demak, bu bitta yo'llardan biri. Qolganlarni ham shunga bundoq modifikatsiya qilib, ustozlarni o'zi moslashtirsa bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. Mana hozir siz o'quvchiga qanaqa dars o'tish jarayonlaringiz bo'yicha o'zingizni metodlaringizni o'rtalashingiz, to'g'rimi? Endi dastur bo'yicha, programmalaringiz bo'yicha qanday bo'ladi o'zi? Mana deylik, o'quvchi noldan keldi. Nimalardan boshlaysiz o'zi? Ingliz tilimi, IELTSmi? Shu IELTS natija olish kerak. Mana hozir deylik biz fevralda turibmiz. Ertaga sentyabrda o'qishga kirish kerak. Siz u bolaga nima tavsiyalar berasiz? Lekin fevralda turib sentyabrda o'qishga kirishni o'ylashi biroz noqulay bo'ladi, chunki siz hozir 7 oy vaqt beryapsiz-da, Otabek aka. Balkim bu ham sizni hayotda holatingizda marketingni nimalari bo'lishi mumkin, chunki 3 oyda 7+ degan reklamalarni ko'rib shunaqa qilgansiz. Lekin mana biz tajribamizda ko'ramizki, hech qachon 3 oyda 7+ degan narsa bo'lmaydi, agar bolani 6,5 bo'lmasa. 6,5 bo'lsa, mayli 7 oy olsa kerak deb o'ylaymiz, harakat qilsa. Odatdan o'zi bitta insondagi anaqasini o'sishi o'sha darajalarga bo'linadigan bo'lsa, aytaylik A1 dan A2 ga o'tish uchun 3 oylar kerak bo'ladi. U o'quv markazida ushlab qolish uchun unaqa o'ylab topgani yo'q. To'g'ri, ba'zilarni cho'zib olish mumkin, lekin odatda bitta darajaga o'tish uchun 3 oy hisoblanadi. Endi qarang, beginner degan odam elementary bo'lish kerak. Hozir hech kim beginner emas deb o'ylayman. Odatda elementary bo'lib kelishadi, chunki 3-4 marta qayerdadir o'qigan bo'ladi, va bu nol emas. Alfabetlarni o'rgatmaysiz-da, biladi nimadir ular. Elementary bo'ladigan bo'lsa, 3 oy elementary'sini o'qisin, pre-intermediate-ni o'qisin, intermediate-ni o'qisin. Qarang, 9 oy. Bu yoqda general English'ni ustida, agar men aytayotganimdek rostdan ishlanadigan bo'lsa, bu yerda general English degani Otabek aka, IELTS haqida hech nima gaplashmaysiz. General English kitoblarini bundoq ko'radigan bo'lsangiz, u yerda har xil mavzular. Misol uchun, u yoqda qanaqadir Londondagi anaqa o'sha tea time dan tortib
Indoneziyadagi qaysidir holatlargacha bo'lgan har xil o'sha ingliz tilidagi qiziqarli ma'lumotlar. Misol uchun, ana kuni men o'zim ham berib hayron qoldim. General English dars o'tayotgan paytimda shu kitobdan ko'rib, vau deyapman-da. Anavi bor. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, Bek Olimjon aka borlar-ku. Yugurdilar anaqada Marokkadagi sahroda. Marafonda yugurib o'tdilar. 100 km, 250 km. Dunyodagi eng qiyin marafonlardan bittasi ekanda. O'sha yerda odamlar 5 kun, 6 kun to'xtamay yuguradi. Bu juda qiyin hisoblanadi. O'shani yugurib o'tganlar. Uni yugurib o'tganlaridan oldin undan keyin darsda o'sha bo'yicha passage kelyapti. Passage emas, reading text. O'qiyapman, shunda YouTube'ga kirib ko'ryapmiz videolarni va shu zo'r ma'lumotlar. Darsni ana bo'lib unutsan, shu ma'lumotni olganini o'zi qancha anaqa bo'ladi. Mana siz ham zo'r deyapsiz-da, mana bitta odamni qilish mumkin bo'lgan narsalarni siz bilyapsiz. Bu just general Englishni o'rganish. Jarayonda o'rgangandan keyin ko'p narsalarni o'zi bilib oladi. Endi u bolada tanqidiy fikrlash ham shakllanib boradi. Chunki o'zi ingliz tilini rostdan o'rganyapti. Endi u IELTS kursiga kelsa, rostdan 3 oyda intermediate bitirib kelsa 7+ ola oladi. Chunki uni backgroundi bor ma'lumoti. O'shanda rostdan realistik bo'ladi. Lekin aynan specifically mani planlarimni ko'radigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, keling, shu hozir intermediate tugatib keldi, IELTS kursiga keldi. Yo'g'i nima qiladi degan savolga javob bersam. Bola intermediate kelgan bo'lsa ham, hali u aynan akademik vokabularni, aynan akademik kontekstda grammatikani ishlatishni bilmaydi. Birinchi input, ya'ni language building bo'lishi kerak. O'shandagina nimadir qilsa bo'ladi-da. Shuning uchun men Grammar for IELTS, Vocabulary for IELTS degan kitoblarga birinchi navbatda e'tibor beraman. Uni fundament sifatida ishlataman. Buni Pauline Collin yozgan. Pauline Collin, tushunishingiz uchun Otabekka, ex-examiner bo'lgan, hozir exam paperlarni yozish uchun advisor. Bu degani, siz bilan biz IELTS yechib o'tgan o'sha paperlarni Pauline Collin opamni aloqalari bor. U opa tirik, hali ham yashaydi. LinkedIndan kuzatsa bo'ladi, Facebooklarni kuzatsa bo'ladi. Hatto ularga hozirgi ustozlar siz hatto aloqaga chiqishingiz mumkin, essaylaringizni tekshirtirishingiz mumkin. Shunaqa servislari ham bor. Reklama ketdi, lekin men roziman opani reklama qilishga, rostdan kuchli odam. Endi Otabekka qarang. U kitobni Grammar for IELTS kitobini yoki Vocabulary for IELTS kitobini muhimligini bitta gapini aytaman. Qolganini o'zlari tushunishadi. Agar siz qaysidir sohaning eng mutaxassisi bo'lsangiz, qarindosh urug'ingizdan tortib butun mahalla sizdan shu haqda so'raydi. Siz hadeb so'ralganlardan keyin o'shanga javob berish uchun bitta material tayyorlab qo'ygansiz. Xuddi shunaqa Pauline Collin shunaqa qilgan. Menda hadeb so'ralmalar, mana shu grammatika o'qiysanlar. Siz o'zingizdan qilib qo'ygansiz shunaqa narsa. Endi qilish harakatidamiz, xudo xolisi. Chunki hali bizlarni so'raydigan nimalarimiz yo'q-ku. Mana sizlar ham ota-onalar kelib, Mirjalol, shu o'g'lim IELTS olish kerak, nimadan boshlash kerak, qanaqa qilish kerak degandagi odamlarga tayyorlab qo'ymaganmiz. Keling kursimga deyman. Keling bo'ldi, keling. Ishlaymiz siz bilan. Men tayyorman. Qo'yish kerak ekanligi. Qarang, yaxshi fikr bo'ldi. Leverage qilishdi, anaqa informatsiyani leverage qilish. Anaqa kitobi bor-ku, Almanak Naval Ravikant degan kitob. O'sha aytadi, eng muhim narsa specific knowledge, keyin bor knowledge-ni leverage qilish. Time-ingizni ham leverage qilish. Shuning uchun sizga kelishurmaydi, qanaqadir savol bo'lsa, javoblar tayyor bo'lishi kerak. Zo'r Mirjalol, to'g'risi odam ancha bir maza qilyapti. Siz bilan suhbatlashib, gaplashib. Menda hozir yana bitta bir savol keldi shu gaplashayotgan vaqtimizda. Mana hozir shuncha ustoz bor, to'g'rimi? O'zbekistonda va shuncha odam dili ingliz tilini o'rganyapti va yana yangi bitirib chiqayotgan ko'pchilik o'quvchilardan so'rasangiz, IELTS nima kerak, nima qilasan desa o'qish kirishga, yana keyin ishlamoqchiman, ustozlik qilmoqchiman deyshadi. Zo'r bu ingliz tilidan dars berilganligi, boshqa narsa qilinganligi bilan. Lekin ingliz tilini o'rganuvchilar soni cheklanmaganmi? Ya'ni o'zi shuncha odamga o'qitib bo'lishgandan keyin ertaga nechidir yilda bu o'quvchilar soni tugab qolib, boshqa narsa bo'lib, buni ham qanaqadir krizisi bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bir sizning fikringiz, keyin bunga qo'shimcha qilish tariqasida, misol uchun Ibrat farzandlari ham yaqinda ilovaligida, ya'ni yangicha ingliz tilini tezroq o'rgatadigan metodlar, programmalar qilishdi-da. Misol, o'shanga o'ylanib qolaman, ustozlar yana ko'payib ketyapti, zo'r bo'lyapti, yaxshi, hamma ijtimoiy tarmoqlarda faol, aktiv, lekin buni oxiri bormikan deyman-da. Oxiri bor, lekin hozir emas oxiri. Nimaga desangiz, O'zbekistonda nechta aholi bor Otabekka? 38 milliardmi? Million. 38 million. 38 million bo'ladigan bo'lsak, yoshlar necha foiz deyiladi bizada? 60+ deyshadi. Necha million bo'ladi bu? Endi 50% 19 bo'lsa, shuni 19 milliondan sal ko'proq 25 millioncha bo'lsa kerak. Bo'ldi. 25 million bo'lsa, endi yoshlar deganda kichkinalar ham hisobga olishadi, lekin aynan 18 dan 30 gacha hisobini oladigan bo'lsak, o'sha qatlam tilni o'rganadi, to'g'rimi? Demak, shular 10 million bo'lsin. Keling, hisoblab olaylik, 10 million bo'lsin. O'sha 10 millionni qamrab oladigan ustozlar bizda hozir yetarli emas. Lekin nimaga hamma bir xil odamlar Chunki selection process shunaqada, hamma zo'rlarni tanlashga harakat qiladi, lekin zo'rlarning o'zi yetarli emas 10 milliontaga hali.
Shuning uchun bozor hali keng deb o'ylayman. Lekin bozorning kengligi siz aytayotganingizdek hamma IELTS topshirayotganlar ustozlik qilaman degan narsa bo'lishi kerak emas. Chunki boshqa sohalarni rivojlantirishimiz kerak. Ingliz tilini o'rgatish uchun o'rganilmaydi. Ingliz tili orqali nimadir qilish kerak. To'g'rimi? Bozorga chiqsin, dunyo bozoriga nimadir qilsin, o'sha sohasi eng zo'ri bo'lsin. Misol uchun eng zo'r aytaylik yo'l qurilish sohasida nimadir qilsin, O'zbekistondagi eng kelayotgan muammolardan bittasi traffic jamsmi, yechsa shu muammoni. U muammoni biz ingliz tili ustozlar yecha olmaymiz, siz bilan yecha olmaysiz u muammoni. U muammoni injenerlar yechadi. U injener bo'lish uchun tog'asidan o'rganmaydi u narsani. U dunyodagi eng katta anaqalardan o'rganadi. Demak, o'sha professiyaning egalaridan o'rganadi. U uchun ingliz tili orqali boradi. Endi ingliz tili orqali borish uchun u sifatli ingliz tilini o'rganish kerak. Mayli sifatli ingliz tilini o'rgansin, lekin xayolidagi maqsad ingliz tilida dars beraman bo'lmasin. Chunki biz bilamiz, hamma xohlasa ham baribir ingliz tilida zo'r dars bera olmaydi. Chunki baribir ham bu yerda pedagogik mahorat, boshqa degan narsa bor. Shuning uchun o'zini zo'r bo'lgan sohasini tanlab, harakatini qilsin deb aytaman. Lekin bu aytayotgan fikrim dars bermagan degan to'siqni ham qo'ymasin. Dars qo'ldan kelib bera oladimi, bersin. Hali bozor katta, segmentatsiya qilsa bo'ladi. Faqat bozorga unikroq bo'lib kirish kerak. O'zini produkti bilan yoki o'sha bor produktni sal boshqacharoq qilib. Chunki o'sha Amerikani yana qayta discover qilish shart emas. Bor hamma narsa. Faqat sal boshqacharoq nima qilsa, taqdim qilsa o'shanda bo'ladi. Lekin baribir ham bloklar qo'yish kerak emas. Bozor hali tugab qoldi, nimadirlar. Ibrat hattoki 5 millionta subscriber bo'lsa ham qamrab ola olmaydi. Ya'ni Ibrat hali 5 million bo'lishini qachonligini bilmaymiz. Chunki 1 millionga yetdi, lekin u yo'q o'zi yana tezlashib ketadigan narsa yo'q. Yo'q, men mana shuni o'ylayman-da, Mirjalol. Zo'r narsani gapiryapsiz. Lekin mana 10 million deylik, shu o'qiydigan yoshlar bor. Lekin nimaga biz shu 10 millionga yeta olmayapmiz? Faqatgina shu 1 millionni hamma talashib yuribdi. 9 million qayerda? 9 million qishloqlarda Otabekka yoki shaharlarda bo'lgan holatda ham nechtasi ingliz tilini o'rganishim kerak deb yuradi, hali bilasizmi? Bu xuddi zalga chiqish teoriyasiga o'xshaydi. Hamma biladi zalga chiqsa yaxshi bo'lishini, lekin shu zalga chiqaman deb chiqmay yuraveradi-da. Ana Ahad akam aytadilar-ku, meni vazifam uyda o'tirganda zalga olib kirish, zalga kelsin o'zi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Xuddi shunaqa bizning hozir vazifamiz ingliz tilini o'rganayotganlarni tezlashtirish emas, o'rganmasdan yurganlarni o'rgatishga harakat qilish. O'rganmasdan yurganlar va o'rganish kerakligini bilganlar ko'p. O'sha 9 million o'shalar. Ularni bu yoqqa jalb qilish uchun siz boshqacharoq chiqishingiz kerak. Chiqib turib reading bunaqa emas. Ularga tushuntirish kerak. Faqat ularga tushuntirish ham yo'li bunaqa bo'lmaydi. Ingliz tilini mana ne o'rganish kerak, IELTS nima kerak deb turib so'ralmaydi savol. Boshqacharoq approach qilish kerak, kreativ bo'lish kerak. Shunaqangi bilmadim, qanaqadir medianing kuchi bilan shunaqa qilish kerakki, o'tirgan odam aytaylik o'zini qaysi sohasidan bo'lishidan qat'iy nazar ingliz tilini o'rganish kerakligini rostdan his qilsin. Otabekka hozir mana bizdagi ahvol shunaqangi chatoqki, hattoki emaillarni ochishni bilmaymiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi. Tamom, shu tugadi. Email ochishni bilmagan odam ingliz tilini umuman bilmaydi degani. Endi ingliz tilini bilmagandan keyin u o'rganish kerak. Lekin o'rganishni muhimligini ham bilmaydiganlar ko'p. To есть, mana qatlam bor-da, biladi o'rganish kerakligini ham o'rganmasdan yuribdi yoki o'rganish kerakligini bilmaydi ham, o'rganmayapti ham-da. Shu bilmayotganligi bildirish kerak, keyin sekin o'rganib ketadi. Menimcha shu bilmasdan yurganlar ham ko'pmi deyman-da. Shu taraflari bor menimcha. Qoyil, zo'r. Mana metodikalar haqida gaplashyotgandik. Usullar haqida ham zo'r ma'lumotlar berdingiz. IELTS kursi haqida ham ma'lumot berdingiz. O'zi shu umumiy yana ichiga kiraylik. Mana deylik o'quvchi keldi, general zo'r o'qigan, IELTS boshlayapti. Nimalarni unga o'tasiz? Mana Pauline Cullen opamiz ham gapirib ketdingiz. Yana qanaqa noodatiy o'yinsiz uslublaringiz, metodikalaringiz bor? Misol uchun, aynan meni kurslarimda odatda nima bo'ladi? Speakingga ko'proq urg'uni beraman. Bu aytganimdek, ustozlarimiz ham speakerlari ancha yaxshi kurda ustozlar bo'lishgani uchun qaysi nimalarni bilganman-da. Shuning uchun bizlar ham o'quvchilarimiz Xudoga shukr ancha yaxshi. Lekin speaking derkanman, boshqa seksiyalari ham yaxshi-da, Otabek. Misol uchun, meni o'zimda reading 9 emas, o'quvchimizda reading 9 chiqdi, overall 8 bo'lib, Xudoga shukr. Yoki misol uchun 8.5 listeninglar chiqyapti, misol uchun 7.5 writing chiqyapti. Meni o'zimda 7 writing. Bu degani nimadirlarni bilyapmizki, shunaqa o'quvchilar bo'lyapti. Albatta bu o'quvchini o'zida ham gap bor, ikki qo'ldan chiqadi qars. Qars deyiladi, nima deyilardi? Qars. O'sha qarsakdagi qars. Qarsak. Shunaqa. O'sha demak bu yerda albatta nima ham muhim hisoblanadi, o'quvchini o'zi ham muhim hisoblanadi. Endi speakingni o'ziga keladigan bo'lsak, meni o'zimni speaking onlayn kurslarim bo'lgan. O'sha kursda men o'sha har bitta partlariga alohida qismlarda yondashganman-da. Uni biz video dars kursida chiroyli qilib qo'yganmiz. Endi menga offlaynga kelayotgan bola 12 ta dars yutadi, chunki men o'sha 12 tani qayta takrorlamayman deb ko'rib deyman. Va uni men shunday beraman aksiyasini.
Tushunasiz? Yoki vocabulary yodlash bo'yicha bizning shunaqangi kursimiz bo'lgan, boya o'tgan vocabulary for IELTS kitobidan tashqari barcha vocabulary yana bitta kitoblar bor. Shu aniqroq aytadigan bo'lsam, Rachel Mitchell degan odamning kitobi bor, keyin Academic Vocabulary in Use degan kitoblar bor. Mana shu kitoblarni o'rgansa, IELTS ga tushadigan so'zlarni aynan shular orqali o'rganadi. Endi ular bo'yicha men bitta kurs qilganman-da, u yerda 15 ta video bor. Nima qilingan? Chistani bolalarga assalomu alaykum, yaxshi sizlar emas. Shunda ochiladi, kitob ochiladi, so'zlarni birgalashib yodlaymiz. Yodlash qanaqa? So'zni aytaman, kontekstda qo'llanishini ko'ramiz, bitta gap buzamiz. Hammamiz birga o'sha onlayn dars ichida bo'lgan. U narsani sizga qo'yib bersam, siz ham shu so'zni o'rganib olasiz. 1 soat ichida maksimum 20 taga chiqqanmiz. Atak 15 ta 10 ta so'z. Va bu ideal. Bir kunda 10 ta so'z o'rgandingiz zo'r. Xayolimizda biz 60-70 ta so'z o'rganaman deymizda, hech qachon o'rgana olmaysiz. Yoki bunaqa bo'ladi. Bir kunda 60 ta o'rganib qo'yadi, keyin bir hafta tashlab qo'yadi. 60 tani ham unutadi, bir hafta ham hech nima o'qimagan bo'lib chiqadi. Lekin bu yerda mana vocabulary kurslari ham bor. To есть aytaman, menda gibrid deb. Gibrid degani shunaqa afzalliklarim bor. Hozir mana bugun reading kursim tugadi. Reading kursimda meni offlayndagi o'quvchilarim ba'zilari o'qisam maylim deb shunda qo'shib yuborganman. Bo'ldi, ulardan boshqa plan olib o'tirmasdan. Bu ham meni nima bo'ladi? Unfair advantage taraflarim. Menga kelayotgan o'quvchida allaqachon 1 oylik uji bonus bor. Chunki 12 ta darsni men qayta takrorlab vaqtini olmayman. Ko'ribki, shu bo'yicha gaplashamiz deyman. Bo'ldi. Writing darslarim ham bor, lekin writing darslarim borligi baribir ham o'zimiz qilmasak bo'lmaydi. Bilasiz, writing sal chuqurroq kirish kerak. Qanaqa bo'ladi siz? Biz nafaqat uni teoriyasini o'rganamiz, balki undan oldin writingni bo'laklarga bo'lib o'ramiz. Misol uchun bitta puzzle bo'lsa, puzzlening bo'laklarini bitta-bitta olib keladigan bo'lsangiz, siz har bitta puzzleni yaxshi tushunganingiz uchun o'sha qo'lingizdagi puzzlelar bilan har xil rasmlarni chiqarsangiz bo'ladi-da. Lekin odatda bizda ustozlar nima qiladi? Rasmlarni ko'rsataverishadi. Rasmdan ko'rsatgan foydasi yo'q. Agar uni bo'laklarini bersang, u qo'yib xuddi Legoda har xil shakllarni qilgandek bolani o'zi qila oladi. Birinchi o'sha aytayotganimizdek puzzle'ga misol uchun introduction qismini har xil turdagi essaylarni har xil qilib yozib ko'ramiz. Introduction'ni o'ylab o'tirmasdan 3-4 minutda yozib bo'ladi bola. Lekin bolaga bitta essayni berib 40 minut desangiz, 15 minut o'ynaydi introduction yozishga. Unaqa hech qachon o'smaydi. Birinchi introduction yozishni mashq qilib oladi. Umuman qo'rqish kerak emas. 5 qo'lda bilish kerak introduction yozishni. Keyin body'ni o'zini body deb o'rgatmaysiz. Fikrlarni mantiqiy bog'laymiz deysiz. Chunki body'da 6 ta 7 ta gap bo'ladigan bo'lsa, shu 7 ta gapning ketinma-ketinligi har xil mavzuda qanaqa bo'lishi mumkinligiga chuqurroq kirasiz. Bola bitta mavzuda 7 ta gap ketinma-ketin mantiqiy bir-biriga ulangan ko'rinishda IELTS formatida yozishni IELTS demasdan o'rganib oladi va siz aytasiz, bu body edi. Esingizda introduction o'rgandik. Mana body'ni o'rgandik deysiz. Xuddi shuni bir marta takrorlab, mana bu fikr bo'yicha deysiz. Takrorlaydi. Keyin conclusion yozishni o'rgatasizmi? Qarang, bitta essayni siz bo'limlarga bo'lib yordingiz. Bo'lganingizda har bittasi bo'yicha bola o'zini yaxshi his qilyapti. Endi u bitta essayni bersangiz 40 minutdan kamroqda tezroq yozadi. Undan oldin o'sha essaylarga fikrlarni jamlashtirish, vocabulary'ni topish bo'yicha research skills bo'ladi. Misol uchun bizga berilayotgan mavzular hammasi doim debatable bo'ladi. To'g'rimi? Misol uchun obesity deydi. AI bo'yicha gapiradiganlar ham bor. Ma'ni misol uchun crucial factor deb turib so'rayotgan savollar sizdan doim mantiqiy tangalikda tomonni ko'rishingizni qiladi. Shunchaki sizdan bo'lar bo'lmas narsalarni so'ramaydi. Yaxshi bu taraflardan va bolalarga buni research qilishni o'rgatishingiz o'sha mavzuda keyinchalik essay yozmasa ham jarayonda nimadir o'rganishga sababchi bo'ladi. Qarang, demak bitta writingni o'rganishni nima qilyapmiz? Bolaga research skillsni o'rgatyapmiz. Type qilib yozasiz. Qara, men mavzu bo'lsa, shu mavzuni copy paste qilib task to deb so'ramagin. Senga qanaqadir Chinese veb-saytlardan tayyor essay shablonlar kerak emas, unut uni. Sen chista research qilgan, o'sha mavzu bo'yicha chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lgan, ana undan keyin bu yerda men o'rgatgan strukturalarni bilsang, bor ma'lumotni strukturaga qo'yishing oson bo'ladi. Qarabsanki, senda rostdan yaxshi essaylar bo'ladi. Shunaqa qilib, ham tet bilan olganmiz writingda. Otabek, tushunasizmi? Readinglarni 9 qilish ham boya o'tgan usulliga bog'liq. Xo'p. Mashlarni hammasini qo'llasa, xudo xolisa rostdan yaxshi natijalar qilsa bo'ladi. Zo'r. O'zi IELTS 9 olish qiyinmi, Mirjalol? Menimcha sal qiyin, chunki bu yerda faqatgina sizni ingliz tilingizga emas, omadingizga ham qaysi tomonda bog'liq bo'ladi. Chunki baribir hammamiz odammiz. Undan tashqari juda katta faktorlar bor-da. Misol uchun bitta xato qilib qo'ysangiz, listeningda, aytaylik, part 1 da ketib qoldi xayolingiz. Shunchaki ketib qoldi. U siz to'poyligingizdan emas, bilmaganingizdan emas, eshitganingizda bilasiz, eshitdingiz ham, lekin prosta xayolingiz ketib qoldi. Bo'ldi, 9 dan ayrildingiz. To'g'rimi? 8.5 bo'lib qoldi listening. Hamma bu yoqni terib chiqing, bo'ldi, 9 ololmay turaverasiz-da.
Ya'ni bu yerda siz qanchalik zo'r bilishingizga ham bog'liq emas holatlari bo'ladi. Shuning uchun hammasini bitta joyga to'plash qiyin-da, 9 qilish uchun. Necha yillardan beri misol uchun hamma joyini zo'r oladi, lekin birlashtira olmaydiganlar ko'p. Lekin o'sha hammasini joy-joy olish ham aslida juda katta mashaqqat. Lekin hammasini birdaniga to'plash faqatgina eng omadli va rostdan mehnat qiladigan odamlar erishsa kerak deb o'ylayman. Biz ham shu yo'lga chiqqanmiz, harakat qilyapmiz. Ko'ramiz, natijasi bizning qo'limizda emas-ku. Zo'r. Siz ham mana shunaqa IELTS imtihonlarining ko'pida qatnashdingizki, har oy topshirib turasizmi shunda? Yo'q, har oy topshirmayman men. Men har oy topshirmaganim bilan topshirganlar bilan doim aloqada turib, qanaqa bo'layotganini sezib turasiz. Chunki hozir bizda shunaqangi Telegram kanallarimiz ham bor. U yerda siz real time'da bilib turasiz nimalar tushganini. Real time'da. To есть mana bolalar chiqyapti, listenga mam tushdi deydi. Aytadi pastlarni yoki o'sha task bilan tushganini kerak bo'lsa chizib nima qiladi, kanalga chiqarishadi. U kanalda necha mingta odamlar bor, ko'rib o'tirishadi. Yoki map tushdi bugun deydi, map примерно chizib yuboradi, keyin biz topamiz xatdan internetlardan, o'sha qora saytlardan, o'shani qarab chiqaramiz. Speaking bo'yicha u muammosiz. Speaking juda har doim kirib chiqib turishadi, nima tushayotganini doim bilasiz. Demak, ingliz tili ustozi sifatida yoki IELTS ga tayyorgarlik ko'rayotgan odamlar sifatida aynan kecha exam bo'lsa, nima tushganini bugun bilish imkoniyati bor. Umuman muammosi yo'q. Albatta kirish shart emas nima bo'layotganini bilish uchun. Ana speakingdan ham tayyor example javoblar bo'ladi-ku, shunaqa javoblarni yodlash to'g'rimi? Menimcha yodlab turib 7 til olsa kerak-da bolalar. Bu yog'iga o'tolmaydi. Chunki gap sizni fikrlashingizda bo'ladi. U berayotgan shablon doimiy sizni fikrlashingizga to'g'ri kelmaydi. Yodlab olganingizda ham baribir qo'polib ketganda dovdiraydi bola. Lekin o'tda ekzamenerni anaqasi bilan xotirasidan chiqib ketishi katta ehtimol bilan bu haqiqat. Keyin ekzamenerlar ham to'poy odamlar emas. Ular nafaqat 9 olgan, balkim necha marta 9 odamliligiga baho berganlar-da. Sizni yodlab olganingizni his qilib turadi. Agar bitta odam bitta sohada nechadir yil ishlasa, juda zo'r bo'lib oladi uni. Ular juda psixolog bo'ladi. Siz kirib speaking examga o'tirib 4 ta savolga javob berganingizda примерно balingiz tayyor, part 2 ga o'tmasingizdan oldin biladi sizni nima qahitga qarab ketayotganingizni. Faqat part 2 bilan 3 deylik shu boshidagi fikrini to'g'ri emasligini isbotlash uchun. Endi ham inside outlari bor, chuqurroq kirsak, misol uchun o'zi unaqa qilib bo'lmaydi, part 1 ga qarab xulosa qilib tashlamaydi, doim open minded bo'lib turadi. Misol uchun part 1 da dovdirayotgandir, part 2 da yaxshiroq bo'lar deb turadi yoki part 3 da qiynabroq savollar berib qo'yadi. Misol uchun 7,5 lik bola bilan 8 likning orasidagi farqida shu fikrlarning qanchalik chuqurligi va mantiqiy bog'liqligi bor. O'sha 8 bilan 8,5 orasida 8,5 lik shuni qanchalik tez yetkazib beradi, ko'p o'ylamasdan. 9 effortless bo'ladi. Effortless degani va shu unaqa ham qiynalmam shunda chiqadi-da. Hali biz shunda chiqish darajasiga yetmadik. Speaking 9 qanaqa bo'lishini bilmaymiz, lekin o'sha 9 liklar bilan aloqada bo'lganimizdan shuni bilganmiz. Ya'ni birdaniga bir part 1 bo'lsa, part 1 dan xulosa qilib yormaydi. Ular ham open minded bo'lib, oxirigacha eshitib, xulosalarni qilishadi. Zo'r. Endi mana Mirjalol, boshida ham gaplashganimizdek, hozir turli xil Telegram kanallar bor-ku, ichida zo'r ma'lumotlar bor. Mana deylik, sizda hozir 100 ta misol o'quvchingiz bor va 100 ta o'quvchingiz ba'zilari uyga borishadi, har xil odamlarni IELTS bo'yicha kuzatishadi, fikrlar, muzokaralar qilib kelishadi, keyin sizga ustoz bular mana qo'llashar ekan, bular buni qo'llashar ekan deb turib, siz berayotgan fikrlarni olish o'rniga deylik ularning fikrlarini olib qo'yishligi mumkin. Mana shunaqa holatlar bo'ladimi? Bo'lganda siz o'zi o'quvchilaringizga kimlarni kuzatishni tavsiya qilasiz? O'zi sizdan dars olib turib, boshqalarning ham videolarini, materiallarini olib foydalanish qanchalik to'g'ri, shular haqida bir fikrlaringiz. Qarang, Otabek, bu to'g'ri fikr. Qaysi ma'noda to'g'ri fikr? Bolaga qarshilik qilib bo'lmaydi. Misol uni kuzatma, buni kuzatma deb. Lekin bu bitta narsa bor. Bitta odamni ustoz qilib tanladingmi, o'shani etagidan mahkam tutib. Chunki hammaning metodikasi har xil va ba'zida narga odam aytayotgan gapi bilan saniki tushmay qolishi mumkin, chunki ustozing senga boshqa so'rayotgan bo'ladi. Shuning uchun men doim o'quvchilarimga aytaman, bolalar imkon qadar har kimni kuzatmanglar. Kerak emas sizlarga u tekin darslar, u vebinarlar, ular sotib o'qiyapti. Nima bo'lmaydi, full bo'lmaylar ularga, anaqa qilmaylar. Nima desa ekan, aldanib qolmanglar deb. Lekin men odamlarni kuzatsang bo'ladi. Bular meni qadriyatlarimga yaqin. Bularni berayotgan bilimlari menikiga match bo'ladi. O'zim ham shulardan foydalanaman deydiganlarim bor. Misol uchun Telegramda men doim aytaman, Jorbex IELTS'ni kuzatsa bo'ladi. Ularda o'sha aytayotganimizdek boyga up to date information beriladi. Ularni o'zimiz ham ko'rib, agar xatolarimiz bo'lsa to'g'rilaymiz. Garchi ulardan hayotda dars olmagan bo'lsak ham, onlayndagi holatlar juda ko'p o'rganamiz, hali ham o'rganamiz. Undan tashqari biz aytamiz,
aytaylik bizani aynan qadriyatlarimizga writing sohasiga yaqinroq bo'lgan Dilshodbek Ravshanov degan odam bor, ular hozir Thompsonda ishlaydilar. Ularning writing stillari, meni o'zimga ham dars berganlar writingdan. Ularning stillariga o'xshatibroq yozganim uchun ko'ringlar, menda Dilshodbek yozgan recent esseylari 8.5 esseylar. Menda 8.5 essey yo'q-ku. Men ko'ringlar deyman, aniq o'zim tavsiya qilaman. Lekin любой boshqa qaysidir ustozlarni o'zimni o'zim e'tibor olmayman. Agar shunaqa o'tgan bo'lsa yig'ishtir, ko'rmayman deyman deb men bilan aytaman. Chunki agar siz olishingiz mumkin bo'lgan ma'lumot bitta ustozda bor bo'lsa, hammasiga yo'rg'alashing nima kerak bor? Bittasini qil bo'ldi. Yetasan o'sha joyingga. Xohlasang o'shalarni qil, menga kelma deyman. Bu yerda qaysidir ma'nodan radikallik bo'lishi mumkin boshqa, lekin bu eng to'g'ri yo'l. Har joydan suv tushmaydi-da, bitta joydan tushsa shu to'ladi bir kun. Faqat sabr qilib shu bo'yicha aytgandek qilish kerak deb turib men aytaman. Lekin cheklanmaydi. Men bilan ko'rsang ruxsat, lekin men bilan qilib boshim qotirma. Yig'ishtir deyman. O'shaning uchun hozir o'tganlarim ko'rsatsa bo'ladi. Lekin mana bundan boshqa ustozlar ham bor. Lekin ular doimiy o'zlarini kontentlarini onlaynda tekinga share qilishmaydi. Misol uchun boya aytdik-ku, Abdurazzoq, Shohruxlar deb. Shohruxlar ham misol uchun darslar qilishadi, bitta dars chiqarib qo'yadi, prografni rolida ketadi. Lekin ularni doimiy til o'rgatmaydi, ular blog qiladi. To'g'rimi? Misol uchun Barnob ham o'zlari ham doimiy nimadir o'rgatmaydilar. O'rgatsalar ham u qanaqadir psixologiyaga aloqador bo'lib ketadi. Aynan IELTS content olmaydi. IELTS content oladiganlar bor. O'sha content oladiganlardan kuzat ol deyman. Ularni ko'raver, ular faqat blog qiladi, misol uchun. Bo'ldi, tamom. Shu uchun aynan o'sha kerakli bo'lgan odamlarni ko'rsa, menimcha foydali bo'ladi. Zo'r. Endi Mirjalol, biz suhbatimiz davomida ta'kidlab o'tib ketganmiz. Fan mutaxassislari ko'rsatuvini bitta qoidasi, sovrini bor. Har bitta ko'rsatuvda biz izohlar qismida eng faol bo'lib, eng ko'p like to'plagan top 3 ta izoh egasiga mehmonimizni xoh onlayn bo'lsin, xoh offlayn bo'lsin kurslarni sovg'a qilamiz. Hozir ham siz bilan suhbat boshlanishidan oldin gaplashib olgan edik. Mirjalolni ham biz onlayn yoki offlayn kurslarini izohlar qismida faollik ko'rsatib, eng ko'p izohlari uchun like to'plagan izoh egalariga biz bir haftadan so'ng, ya'ni shu ko'rsatuv chiqqandan keyin biz e'lon qilamiz. O'shanda g'oliblarni tanlab olamiz va g'oliblarga shu mukofotlari topshiriladi va bemalol 1 oy davomida bepulga kurslardan bahramand bo'lib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bitta shart qo'yilyapti bu yerga. Komment yozish deganda stiker o'qib qo'ysam komment yozish hisoblanadi, lekin keling, qiziqarliroq bo'lishi uchun har bitta o'sha bizlarni ko'rib, shu paytgacha ko'rib kelganlar komment yozib o'tganinglarda o'zingiz yaxshi ko'rgan ustozingizni doim sizga yetadigan qaysidir bir nasihatlardir. O'shani quote ko'rinishida yozib, misol uchun ustozingizni belgilab, ya'ni ismlarini yozib qo'ysangiz, o'qiganlar ham foydali bo'ladi va siz ham bekorga ketkazgan vaqtingiz bo'lmaydi. Yutsangiz yutdingiz, yutmagan taqdirda ham hech narsa yutqazmaysiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'zi shundoq ham izoh yozib qoldilar deganimizda like shunchaki tashab qo'yganlar yoki yurakcha tashab qo'yganlar ko'p like to'plamaydi. Siz aytganingizdek shunaqa aqlli gaplar yozib yoki ko'rsatuv haqida foydali fikrlar bildirgan odamlar odatda ko'p like'larga ega bo'lishadi. Bo'ldi, unda shunaqa qilamiz. Mirjalol ustozimiz aytganlaridek, izohlar qismida o'zingizlarning ustozingizlardan olgan eng zo'r bir fikrni yozib qoldirasizlar va ustozingizlarni belgilab ketasizlar. Xohlasanglar belgi, xohlasanglar yo'q. Va shu sizlarning izohingiz eng ko'p like to'plasa, biz sizga kursni topshiramiz. Rahmat, Yutbek. Xo'p, endi Mirjalol, menimcha o'zi suhbatimiz ham 1 soat, 1,5 soat bo'lib qoldi. To'g'risi, men boshida media haqida juda qiziqtirib qo'ydingiz odamni. Shu iloji bo'lsa o'zi mutolaani media rahbarlari Anvarov blogsga bir bog'lanishga yordam bersangiz, bir ulardan maslahatlar olsangiz, keyin o'zingiz bilan ham qanaqadir shu referal linklar ostida hamkorliklar qilsangiz, ta'limchilik qilamiz, biz ham xursand bo'lamiz. Endi yana men so'ramagan, siz aytmagan, qanaqadir yana foydali boshqa fikrlar bo'lsa, ularni ham bir yo'llab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi so'nggi so'zda shunaqa Otabek. Endi bugun ko'rsatuvning so'nggi so'zi. Zo'r. Hozir bizlarni shu paytgacha ko'rib kelganlar baraka topinglar. Biz shu yergacha ko'p ma'lumotlarni aytdik. To'g'ri, hammasi aynan bir mantiqiy ko'rinishda siz uchun eng foydali ko'rinishda bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin shu holatda ham nimadir o'rganish mumkin agar chuqurroq e'tibor berib qaralsa. Va yana bitta narsani aytaman. Hozir mana ustozlar ko'p va ularning bilimlari ham zo'r. Birinchi ustozni to'g'ri tanlash kerak bo'ladi-da. Keyin shu ustozni tanladingizmi, oxirigacha o'sha ustozga ixlos qilib, natijasini olgunizcha harakat qiling. Chunki ustozlar bekorga e'tirof etilmagan bo'ladi. O'sha ustozdan zo'r ustoz ham bordir. Lekin siz bitta ustozga boryapsizmi, mehr qo'ying. Ustoz ham sizga mehr qo'ysin, ana o'shanda ilm yuqadi deb o'ylayman.
Zo'r. Rahmat. O'zi suhbatni yakunlashimiz to'g'rimi? Siz menimcha yana boshqa gaplaringiz yo'qmidi? Bo'ldi. O'zi siz bilan Nurjol to'g'risi yana ko'p gaplashib o'tirsak bo'ladi. Biz bu ko'rsatuvlarimizni har payshanba kuni chiqaramiz. Men o'zi o'ylanib qoldim, ta'lim boshqaruvi degan bizning boshqa ko'rsatuvlarimiz ham bor. Shu onlayn ta'lim bo'yicha sizni shu ko'rsatuvlarimizga ham chaqirib bu bo'yicha ham suhbatlashsak bo'lar ekan deb o'ylanib qoldim. O'zi bugun IELTS haqida men Paulin Kallen opaga o'xshagan zo'r mutaxassislar bor. O'zi shunaqa mutaxassislarning ham tahlilini ham qilsak bo'lar ekan. Zo'r. Odam maza qildi. Xush kelibsiz. Ilmingiz yana ziyoda bo'lsa, o'quvchilaringiz zo'r siz kutgandan-da ziyoda natijalarni olib chiqishlarini tilab qolamiz. Aziz do'stlar, ketkizgan megabaytinglarga, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Sizlarga biz qo'limizdan kelgancha foydali ko'rsatuv qilishga harakat qildik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda Mirjalol ukamiz do'stimizga o'xshagan yana qaysi ustozlarni ko'rishni istasanglar, izohlar qismida yozib qoldiringlar, balki u ustozlarga ham bog'lanishga biz harakat qilamiz. Rahmat. Kelishdik. Xush kelibsiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.